shaxsan o'zim bolalarim birinchi xususiy maktabga o'tkazdik. 3-4 maktabda o'qishdi xususiy maktab. Oxiri bu yil nima qildim? Yechim nimada? Yechim davlat maktabiga o'tkazdim. Hamma tanqidni yaxshi ko'radi, xush ko'radi, lekin shu tanqid qilishda bitta narsani aniqlashtirib olish kerak. Nima uchun tanqid qilyapman? Aytaylik, shu bolani xullas vaqtini o'g'irlaydi, aytaylik boshqa bir so'zlar bilan qo'yib o'qib olim bo'larmiding degan gapni ular ham aytgandan keyin buni ruhiyatiga ta'sir qilib qoladimi demoqchiman. Ayni baribir maktabdan ham qay jihatdadir baribir qanchadir miqdorda tarbiya topadi bola. Hech bo'lmasa o'sha o'rnak oladi. Menga dedim maqtamadi. Bolam men taniyman dedim. Menga kamchiligini aytdi. Xarid qilayotganda o'yla, senga aslida ehtiyojing nima? Shu narsani biz tushuntirib, hikoya orqali, mavzu orqali tushuntirib berganmiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Gurungda yana gurungdoshlar bilan yaxshi bir mavzular atrofida suhbatlashamiz deb yig'ildik. Shukr. Xush kelibsizlar. Har doimgidek Yorqin akam bilan birgalikda mehmonlarimizga savollarimiz bor. Savollarga javob olish niyatida turibmiz. Biz tarafdan mana bu yerdan tanishtiraylik. G'iyosiddin akam bolalar yozuvchisi va bugungi kunda bolalarga ham, oilalarga ham kerakli tavsiyalarni, maslahatlarni berib yurgan faol insonlardan birlari va Abdusamad Mo'min akamiz bugungi kunda ta'lim bo'yicha mutaxassis desak bo'ladi. Bog'cha ochishmi, maktab faoliyatini noldan boshlab qurib, joy ishga tushirib, qabul jarayonlarigacha bo'lgan maslahatlarni, tavsiyalarni bera oladi va bugungi kunda nafaqat ta'lim, balki boshqa sohalarda ham, oilaviy masalalarda ham ko'pchilik insonlarga foydasi tegayotgan insonlardan biri bugun mehmon bo'lib kelishga, xudo xohlasa, bafurja, yengil gurunglashamiz degan niyatda bemalol turibmiz. o'chirib yubormasalaringiz bo'ldi. Xudo xohlasa. O'chiradigan joyini o'chirib keyin qo'yamiz. Men hozir tanishtirganingiz bilan Abdusamad aka, bu kishi mana shu ta'limda faoliyat olib borgan, boshqa ekan, bu sochlar ta'limda to'kilgan. Desangiz, ilm bilan bo'ladi. Bugun munavvar podkastda bo'larkanmiz. Shu ikkalamiz. Yorqin akamniki yaxshi, bizniki Abdusamad akamga yaqinlashyapmiz. Yo'q, hech kim menga Yetolmasa kerak, bizda baribir. Bizda sizda yetganlar bor. O'tib ketganlar kerak. Bizga yetganlar bor, yetmaganlar bor deydi-ku. Rostdan ham. Mana shu ayni shu temaga mana to'xtaldik, bosh kallik temasiga. Ochiq aytaman, men xullas universitetda bir dars berganman-da, kirib talabalarni bilaman, talabalar hammaga laqab qo'yadi-yu o'qituvchilarga. Kirganmanda birinchi kirib, bilaman, do'stlar, talabalar, men kalman, bilaman. Sizlarning bitta iltimosim, meni tepakal deb laqab qo'ymanglar, kal deb qo'yinglar deganman-da. Qo'ysalar, tepakal xunuk deganman. Birinchi talabalar bilan mana shu o'z kimligingizni tanib olsangiz, o'zidan rozi bo'lsangiz, muammo yo'q. Bo'lmasa choch ektirib yurganlar qancha-da. Bittasi aytardi, erkaklarning eng birinchi qo'rquvi derkan, soch to'kilishidan qo'rqadi degan qarash bor ekan. Ayollarda ham eng birinchi qo'rquvi erim sochini to'kilishidan ekan. Shunaqa, ana endi men o'ylab qarasam, nimaga bunaqa desiz? Xuddiki siz sochingiz bilan o'zi to'kisman deb qarashingizdan bo'ladi. Soch to'kislik belgisi emas, insonni insoniyligi to'kislikda. Men to'kisman deb o'ylayman. Sochsiz ham. Inshaalloh suhbatimiz ham xuddi shunaqa kayfiyatli, go'zal bo'ladi, xudo xolasa. Iloyim. O'zi Abdusamad aka, biz sizni ta'limni jonkuyari, xususiy ta'lim bo'yicha katta mutaxassis sifatida bilamiz. Chiqishlaringiz, yaqinda kashf qilgan narsam, oila bo'yicha ham katta mutaxassis ekansiz. Bitta tadbirda e'tirofim qildim sizni. Er-xotin degan podkast uyushtirgansizlar Iney bilan. Lekin men juda ko'p savollarga javob oldim. Ya'ni nimadir chiroyli bir konfet qog'ozga o'ralmagan suhbat bo'lgan. Ya'ni bor muammo borligicha aytilgan, yechim ham chiroyli qilib berib ketilgan shu narsada. Endi hozir ko'ramiz kontentlarni. Ko'proq odamlar o'zini aqlliroq, chiroyliroq ko'rsatishga harakat qiladi-da, muammo qolib ketadi. Uni chiroyli gaplarga oshufta bo'lasizda, lekin muammongizga yechim topolmaysiz suhbatda. Masalan, men suhbatda chapanilik, samimiylik ko'rib, muammoni bor bo'yicha ko'rsatishda va yechimni aniq-tiniq qilib berib ketganda men ancha qoniqish hosil qildim va bolalar bilan ish vaqtida endi ozgina ko'rdik, ovozimni baland qilib qo'ydim. Aynan ular ham shu narsani e'tirof qilishdi. Shu nuqtai nazardan hozir ekranlarga ham chiqarib qo'ysalar bo'ladi bolalar. Shu nuqtai nazardan keyin mana Facebookda xususiy ta'lim bo'yicha davlat ta'limlari, maktablarini tanqid ostiga oldingiz. Bu narsa ko'p muhokamalarga ham sabab bo'ldi, aynan hojatxona borasidagi tanqidlar va bu tanqidlar o'rinli. Ko'pchilik gapirmayman deydi-da, bu gapiradigan mavzu emas deydi. Uyaladigan mavzu emas-da.
Va muhim mavzu edi bu deng. Bu bugun jamiyat tanqidchi. O'zi hozir biz yashayotgan jamiyat tanqidchi. Hamma tanqidni yaxshi ko'radi, xush ko'radi. Lekin shu tanqid qilishda bitta narsani aniqlashtirib olish kerak. Nima uchun tanqid qilyapman? Inson o'zi odatda yaxshi ko'rib tanqid qiladi-da. Ya'ni masalan bu jamiyatni ta'limini jon kuydirganidan, yaxshi ko'rganidan, ta'lim yaxshi bo'lganligidan yoki men G'iyosiddin akani yaxshi ko'rganligim uchun tanqid qilishim kerak deb o'ylayman. Shunchaki o'zimni ko'rsatib qo'yish, aqlli odam yasab olish yoki sandan ko'ra men ustunman, men seni tanqid qila olaman degan narsa bo'lmasligi kerak. Yaxshi ko'rib do'stona, G'iyosiddin aka, siz palonchi kitobingizni mana bunaqa yozibsiz yoki pistonchi joyda mana bunaqa nutq qildingiz, mana bunaqa joylarda yanglishib ketdingiz deb o'ziga alohida tanqid qila olishim kerak. Va bu ham konstruktiv tanqidni to'g'ri qabul qila olish kerak. Nasihatimiz bo'ladi-da, nasihat ma'nosida. Tanqid ham o'rinli. Endi mana shu xususiy ta'lim, davlat ta'limi. Masalan, hozir endi xususiy ta'limlarni meni o'ylashimcha, men o'g'limga maktab izlaganda 10 lab emas, 15 lab maktabni ko'rdim. Ko'pi marketing anaqasiga qurgan endi. Borsangiz joziba, bir xil gap gapiradi. Hammasi bir xil taklif. Matematikani zo'r o'rgatamiz, ingliz tiliga e'tibor beramiz. Bir xil ssenariy, hammasiga borsiz. Odob axloq hammasida bor. Hammasida odob axloq bor, biz qadriyatlarga amal qilamiz. Shu nuqtai nazardan qanaqa tanlash kerak masalan deylik. Xususiy maktabga bergan odam. Marhamat, mana maktablar bo'yicha auditor. Hammasini men bilan maslahatlashinglar degan bemalol. Kimgadir agar kimgadir mabodo ma'lumot kerak bo'lsa degan aytganlar o'zlari. Mana men aytinglar, mana qilib beramiz degan. Boshmoqchi emasman, Amsomat aka. Men bir ota-ona sifatida bolamni qanaqa qo'yishim kerak? Ayni og'riq shu bizdagi hozir. Ayni og'riq shu. Deyarli hamma og'rig'i bo'lib qolgan. Masalan, yaqinda ochilgan bir maktabga kirdim. U maktabda birinchi yil ochildi va 750 tadan oshiq odamni birdaniga jalb qila olishdi maktabga. O'sha Jahonskool maktabi misol uchun. Yoki yana boshqa maktablar yangi ochilayotgan odamni jalb qilishni boshladi bu yildan. 0 dan va bu maktablarga kelayotgan o'quvchilarning 60% dan oshig'i boshqa xususiy maktablardan kelyapti. Qoniqmaganidan. Mana shu yerda muammo. Nimaga kelyapti? Oddiy maktabda asosiy kichkina sinflar yangi maktablardan keladi. Ba'zi juda kam. Ular asosiy auditoriya baribir yig'ib olingan. Va ana o'sha 60%larning aksariyati uchun o'sha maktab 3 va 4 maktab bo'ladi. Birinchi maktab emas. Shaxsan o'zim bolalarim birinchi xususiy maktabga o'tkazdik. 3-4 maktabda o'qishdi xususiy maktabda. Keyin oxiri bu yil nima qildim? Yechim nima desa, yechim davlat maktabiga o'tkazdim. O'zim xususiy maktabni tushunaman, tanlashni bilaman. Va hozir 3 ta bolam bo'lsa, 9 sinf o'g'lim, 8 sinf qizim va kichik 1 sinf qizimni ham xususiy maktabga gaplashgan joyimizda bu yil. Yaxshi xususiy maktabga gaplashdik. Qaradim, o'rgandim, taroziga solib ko'ryapman hammasini. Ko'rganimdan keyin xususiy maktab uzoqlik qilyapti. Birinchi sinf boshdan sinfgacha bo'lgan bola uchun xususiy maktab emas, maktab yaqin bo'lishi kerak, xususiy bo'lsa ham. Uzoq maktab tanlanmaydi. Bolalar charchab ketadi. Bola uchun kerak emas, yengil. Chunki birinchi sinfda ham normativ bir xil. O'qitiladigan bilim bir xil. Beradigan ovqati bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam kimdir biz bolani fikrlatamiz deyish mumkin. U fikrlatish o'qituvchining masalasi. Davlat maktabida yaxshi yuragi keng ustozlar bor boshlang'ich. Mana o'shalar ham bolaga mehr bera oladi. Va eng davlat maktabi zo'r o'qituvchilarini xususiy maktablar ham Amerikadan olib kelayotgan o'qituvchilar. O'sha davlat maktabida tajriba oshigan o'qituvchilarni olishyapti. Bu xususiy maktab tajriba orttirmagan hali. Davlat maktab 10 yil, 15 yil ishlab yaxshi ustozlarni olishadi. Yaxshi ustozlar hali davlat maktablarida boshlang'ичda bor. Ya'ni bu boshlang'ichga tegishlimi bu? Boshlang'ichga tegishli joyi shu. Katta sinfda ham shunaqa qildim. O'g'limga bir yil masalan, men xususiy maktabga bolamni bersam, bolam ham xususiy maktabda o'qiyapti, ham ingliz tili to'garagiga boryapti. Taroziga qo'yaman. Xususiy maktabda bir haftaning ichida 6 ta yo 8 ta ingliz tili darsi bor. O'quv markazida bir haftada 3 marta ingliz tili bor. Nima sababdan o'g'lim yoki qizim davlat maktabida o'qib, xususiy maktabda o'qib, ingliz darsi ko'p bo'lib turib inglizni o'rgana olmayapti. Nima sababdan haftasiga 3 marta bo'lgan o'quv markaziga borib inglizni yaxshi o'rgana olyapti. Nimadir muammo bu yerda. Aslida davlat maktabida ko'p o'qiyapti-yu, soati ko'p. Yaxshiroq o'rganish kerak va ichida yuribdi, ustozlarimiz zo'r deydi. Nimaga xususiy maktabda o'qiy olmayapti-da, kursda yaxshi bilim ola olyapti o'quvchi. Qizim masalan yoki o'g'lim.
Shuning uchun mana shu tarozilarga solib ko'rdim va qizimga qo'yilgan norma bor bu yil, o'g'limga qo'ygan normam bor. O'g'lim fevralga borib aylisini olish kerak, SAT'sini yopish kerak, martgacha hammasini va keyingi yil misol uchun Western litseyga kirish kerak Westminster. 10-sinfga, 9-sinf tugatadi bu yil. Men bu narsani xususiy maktabdan talab qila olmayman. Bu narsani xususiy maktabga bersam, yilda oxiriga borganda men u natijani qilib bera olmadim desa, men xususiy maktabda o'pkala olmayman. O'pkalasam o'zimga. Va bu narsani ko'pchilik bera olmayapti. Natija boya aytganingizdek, marketing zo'r. Hammada taklif bir xil deyarli. Yaxshi o'qitayotgan maktablar bormi? Ha, bor. Yomonlari ham bormi? Ha, bor. Yomonini yaxshi, yomon ekan, yaxshisini yaxshi deb sizga tanlov berish uchun 1 yil umringiz o'tadi. Siz 1 yil bolani umrini yo'qotasiz. Mana shuni bitta minusimiz O'zbekistonda xususiy maktablarning reytingini o'zi yo'q tanlash uchun. Mana shu reyting ham muammo. Shakllanmagan deyapsiz. Yangi boshlangani yo'q uchun. o'zi. Shakllanmasligi uchun shakllanishni ham boshlash kerak. U ham yo'q. Ha, bosqichda ham emas. Yo'q. O'zi shuni niyat qilib turganim, shu narsani qilamiz deb niyat qilib turibman. Bu yo'q. Reyting bo'lmagandan keyin bila olmaysiz. Reyting beradigan hali maktablar ham bir 10 yillik maktab emasda. Har yili yangi maktab ochilyapti. Yangi takliflarda. Birinchi yil ochilgan maktabda reytingini qatdan qilasiz. Uni boshqa bila olmaysiz. 3 yillik maktabda reytingni qilamas, reytingingiz past bo'lsa, ko'rsatgisi kelmaydi. Muammolar bor. O'sha uchun marketing emas, ko'proq o'qitgan bolalarni uzoq vaqt o'qigani bilan baholash kerak borib. Eng zo'r maktablarni hozir masalan siz hurmat qilayotgan maktab, hurmat qilgan insonlarning maktablarini ham hozir men tahlil qilsam, anaqa bo'lib ketadi. Nima deydi? Xafa bo'lib ketasiz-da. Kerak o'shaning uchun o'zingiz borib to'g'ri tahlil qilib to'g'ri so'rab olishingiz kerak va qo'yilgan bergan natijani oyma-oy so'rab olishingiz kerak. Bolani 9 oyda aylisini 5,5 qilib beramiz dedimi maktab misol uchun. 5,5 ni 9 ga bo'lib olasiz. Har oyda bir balldan ko'tarilish kerak edi. 6 oy 3 bo'lib turib 2 oyda keyin 6,5 5,5 bo'lib qolmaydi. Tartib bilan har oyda borib so'rab turmasangiz o'ziga qo'yib qo'ysiz bo'lmaydi. Bunaqa so'rash bilan oddiy maktabda ham bolangiz olim bo'ladi. Bunaqa talab bilan bolangiz oddiy maktabda ham bo'ladi. Shuning uchun men oddiy maktabga o'tkazdim, davlat maktabiga o'tkazdim, oddiy maktab demayman, davlat maktabiga o'tkazdik va Xudoga shukr o'quv markazi natijasi xususiy maktabdagidan yomon emas birinchidan. Ikkinchidan mana shu natijani keyingi yil olsa bolam 10-11 sinf xohlagan xususiy maktabda grant asosida o'qiydi. SAT va ingliz tilini yaxshi qilib olsa, xohlagan anaqa Xususiy maktab. shunchaki xususiy maktab Oladi. obro' uchun ham ushlab turadi. Unga natija kerak. Unga natija kerak. Ha, demak, bu yerda muhim qoida ota-ona bilan maktabning hamkorligida. Ayni shunday. Boshqa narsa emas. Hamma joyda shunday. Xo'roz bir xil qichqiradi. Xullas 6-7 million yoki 10 million pul to'lab turib bolani olim qilib bo'lmaydi. Yo'q, umuman qila olmaysiz. U Ya'ni mashaqqatni siz o'qituvchi bilan, maktab bilan birga chekasiz. shunday bo'ladi. Shunda natija bo'ladi. Shunda natija ham bo'ladi. Ba'zi bolalar bor. Oddiy maktab, davlat maktabda ham zo'r bo'lib ketaveradi. Xususiy maktabda farqi yo'q. Zo'r bo'ladigan bolalarni xususiy maktab, misol uchun 20 ga 80 qoidasi bor. 20% ni maqtashadi. Mana biz natija deb ko'rsatsak, 80% natija bo'lmaydi odatda. Bu normal holat. 100% natija hech kimda yo'q. O'shaning uchun bitta bolani olib chiqishadi, mana bizning bolamiz mana bunaqa balo oldi. Yoki biz bu yil $1 million grant yutdik xalqaroda deb reklamalar qilishadi. Bu marketingga tortadi o'sha haqiqatda beradi, lekin uni orqasida qolgan bolalar 50% ota-ona norozi bo'ladi odatda. Bu natijani bera olmaydi. Bu faqat ota-onada, faqat bolada ham emas. Faqat ana ota-onada emas, bolada ham bo'lish kerak-da. Hamma bola ham olim bo'lmaydi, hamma bola ham bo'lmaydi. Davlat maktabida ham xuddi shunaqa o'qiydi bu bola. Yaxshi bolalar. Xususiy maktabda ham shunaqa o'qiydi. Yaxshi o'qiydigan yaxshi o'qiveradi. O'qolmagan odam ikkalasida ham o'qa olmaydi baribir. Lekin imkon qadar ota-ona bab harakat qilish kerak. Bo'lmasa u hech kim sizga olim bolani mana deb tayyor qilib bermaydi. Shu yerda muhit masalasi-chi, ya'ni xususiy maktabga tanlanib olingan bolalar va u yerda aytaylik shu odob axloqiga, ta'lim tarbiyasiga e'tibor beryapti. Davlat maktabda aytaylik kunuzda ham boshqada ham juda xunuk ma'lumotlar chiqqani uchun tabiiy o'ylaysizki, davlat maktabda muhit juda yomon ekan. Bir-birini haqorat qilishi, urush janjali, hatto qattiq jarohat yetkazishgacha borishi. O'sha jihatdan nima deysiz? Bu narsa bor. Ana endi bolani ta'sir qiladi u bolaga endi. Bolani real hayotga tayyorlash degan masala bor ekan. Bola real hayotdan qanchalik uziladi va real hayotga qanchalik moslashadi. Mana men bolalarimda aniq nima deydi, ko'ryapman-da.
davlat xususiy maktabdan oddiy maktabga o'tsam bolalarimdagi o'zgarishni ko'ryapman. Xo'sh, xulqidami? Birinchisi nima desa, odob axloqni oila beradi. Maktab hech qachon tarbiya bermaydi. Buni absurd masala. Ya'ni maktab men tarbiya beraman desa, ustini suvab qo'yganga o'xshaydi xolos akalar. Orqa fonni bera olmaydi. Suvalgan narsa tushib ketadi. Buzishi mumkinmi? Maktabmi? Agar oila yaxshi tarbiyali bo'lsa, hech kim buza olmaydi uni. Amerika ham buza olmaydi, anu yomon Yevropa ham buza olmaydi. Tarbiya oilada bo'ladi o'shaning uchun. Oila. Siz o'ylab turibman shu fikrni. Ha, bu keyin sizni har qanaqangi bu meni qarashim. Chunki siz jihatingiz kelyapti. Aha. Mana shunaqa. To'g'risi, mana shu savolni keling, men javob bermayman. Akam sizlar javob bergansizlar. Yo'q. Siz tugatib oling aka. Siz tugatingda. Hozir gapingiz ya'ni bo'ldi, sizni kesingizda qochib bilmoqchi ketdi. o'sha bolalar o'sha holatiga tarbiyani chunki bu oldingi maqsadi bilan boryapti-da. Bordi tabiiy davlat maktabida aytaylik, bolalar 9-sinf bo'lsa chekishni boshlagan, u bolaga ta'sir qiladi. Xususiy maktabda o'tilyapti bunaqa narsalar. Endi aytmoqchi bo'lganim, endi biz hali holatda aytyapmiz. Aytaylik, shu bolani xullas vaqtini o'g'irlaydi, aytaylik boshqa bir so'zlar bilan qo'yib o'qib olim bo'larmi degan gapni ular ham aytgandan keyin buni ruhiyatiga ta'sir qilib qoladimi demoqchiman. Qanaqa bo'ladi? Mana shu narsa bolada, deylik sizni bolangiz 5 yil, 6 yil yo 7 yil bitta davlat maktabida o'qidi, 6 yil. 7-sinfdan xususiy maktabga olib o'tyapsiz. Aksariyat shunaqa. Ana hech kim 1-sinfdan beri olib kelayotgan 7 yillik maktab yo'q. Juda kam bunaqa maktablar bor, kamroq. Hozir misol uchun Rahimov School olsak, ochilganiga 3 yil bo'ldi. Uni 1-sinfga bergan bo'lsa, 3-sinf bo'ladi bolangiz. Va bu pul to'lab siz 9-sinfgacha o'qitishingiz mumkin. Muammo yo'q. Lekin aksariyat u yerda ham 6-sinfdan, 7-sinfdan kelgan katta sinf o'quvchilari ham bor. Yoki boshqa maktablarning ham shu. U yergacha tarbiyalanib bo'lgan bola. U yergacha ko'rib bo'lgan, ko'radiganini. Oilada shakllanib bo'lgan. Oilada hamma yo'q shakllanib bo'ladi. Davlat maktabida bola hayotga o'rganadi. Xususiy maktabda bola faqat himoyalangan. Moshtada olib kelasiz, moshtada olib ketasiz, moshtada olib kelasiz, moshtada olib ketasiz. Ovqatiga ham ko'tarmaydi, borib ovqatlarni tashlab ketadi. Yeb bersa bu. Bolada mas'uliyat pasayib ketyapti. Mas'uliyatga bolani olib kirish kerakmi, mas'uliyatni olish kerakmi degan savollar bor-da. O'shaning uchun bizda xususiy maktab hali yangi, hali rivojlanib boradi. Bolani o'ziga mas'uliyat qo'yadigan narsalarni sekin-sekin qo'yish kerak. Juda ham biz mamnun qo'yib qo'yganmiz. Bolamizni himoyalanib ketgan. Yo'q, bolani qo'yish kerak. Mana siz qanaqa katta bo'lgansiz? O'qigansiz maktabda. Urush janjallarni ko'rgansiz, yomon narsalar ko'rgansiz, so'kinadiganlar ko'rgansiz. Jamiyatni ko'rib borgansiz-da, uzilmagansiz-da. Hozir kimdir nimadir desa, bilaman buni deysiz. Mahallani taniysiz, urushqoq bolalarni taniysiz. Bosilib allaqachon nima deydi? Masjidda yaxshi anaqasi bo'lib qolgan bo'lishi mumkin ham. Jamoat bo'lib qolgan. Misol uchun-da. Hayotga tayyorgarlik maktabda ko'proq bo'ladi, davlat maktabida. Xususiy maktabda ham endi qo'yishyapti. Bolani hayotga tayyorlash darsi deb qo'yishyapti-da. Xususiy maktab shunaqa darslar kiradi. Hayotga tayyorlash. Bunaqa qilamiz. Davlat maktabida o'zi bo'ladi. Hayotga tayyorlash. Aniq to'qnashadi. Jarayon tayyorlaydi deyapsiz-da. Aniq ko'radi, vaziyatni aniq ko'rib bo'ladi. Hozir endi bu qarash. Sizni tarbiya borasidagi fikrlaringizga to'liq qo'shilaman. O'zim ham xuddi shunaqa o'ylayman. Chunki men o'zimning hayotimda ham jonli keyslar bo'lgan. Hozir lekin muhit buzib qo'yadi degan fikr deydi, bundan ham qaytyapman nimagadir sekin. Yo'sin aka? Hop, hozir muhit haqida aytgan gaplari juda ta'sirli bo'ldi. Haqiqatan, masalan, o'zi 3 yil o'qigan bo'lsa, unda 9 yil o'qigan bola yo'q-ku. Hammasi masalan shu muhitda o'sib katta bo'lib, shu maktabda 1-sinfdan 9gacha o'qigan bolalar emas-ku deyaptilar. Bu juda nima deyim, miya ochadigan gap bo'ldi-da. Biz ko'p e'tibor qilmaymiz. Haqiqatda reklamalarda xususiy maktablar bizni muhit deb reklama qiladi-da. Biz ishonamiz, haqiqatan muhit bu yerda zo'r odamlar, hamma bolasi yaxshi bo'lishini xohlaydiganlar shu yerga olib keladi. Lekin ungacha-chi, o'sha 6-sinf kelgan, 7-sinf kelgan, 8-sinf kelganlarchi shu vaqtgacha nima bo'lgan bola? Bo'ladigani bo'lib bo'lganda. Bu fikrlar juda ajoyib bo'ldi. Men qo'shilaman. Tarbiya borasidagi gaplarga 80-90% qo'shilaman va qisqacha aytmoqchiman. Qo'shilmaydigan 20%. Bitta bolani tarbiya topishi uchun 4 ta inson mas'ul deb bilaman. 4 ta inson barobar harakat kerak. Ota, ona, ustoz va bolani o'zi. Agar mana shu 4 talasi birgalikda harakat qilsa, u davlat maktabi bo'ladimi, xususiy maktab bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham o'sha tarbiya topadi. Biz shu ota-onalarga bir eslatma sifatida aytishimiz kerak. 8 million yoki boshqa pul berib, xususiy maktabga berib qo'yib, tashlab qo'ysa, odam bo'lmaydi. Bo'lib qoladi, qay darajada? Pul ko'kka sovuriladi. Ha.
ustoz ishlayotgan Ha, bo'ladi xolisda. Ha, bu yerda faqat ustoz va agar ishlasa bola ishlaydi, ustoz va bola bo'ladi. Ya'ni to'liq mukammal biz istaganday bo'lmaydi. Xususiy maktabga bersak ham, davlat maktabiga bersak ham o'zimiz tarbiyada ishtirok etishimiz kerak. Bu narsa eng zarur narsa. Lekin qo'shilmaydigan jihatim baribir maktabdan ham qay jihatdadir baribir qanchadir miqdorda tarbiya topadi bola. Hech bo'lmasa o'sha o'rnak olib ustozlarning o'zini tutishidan, muomalasidan, balki yaxshi tomongadir, balki yomon tomongadir, davlat maktabida bo'lsa ham, xususiy maktabda bo'lsa ham baribir bolaning tarbiyasiga uni ta'siri bor. Bizda hozir yaxshi tomoni xususiy maktablarda ko'proq mana koordinatorlar, nazoratchilar qo'yilgan. Ustozlar endi masalan kattaroq oylikka yaxshi ustozlar qo'yishga harakat qiladi. Shu tomondan xususiy maktabda afzalliklari bor. Davlat maktabida ham lekin aytganlaridek yaxshi ustozlar bor. Muhit agar aytganlaridek oilada bola o'zi tarbiya topmagan bo'lsa, o'zini immuniteti bo'lmasa, u xususiy maktabda ham, davlat maktabda ham so'kinadigan bola so'kinib ketaveradi, o'zini tuta olmaydi. Bu jihatlar haqiqatda bir eslatma bo'ldi va hammamizga foydali bo'ldi. So'kinish mavzusida aytyapmiz-ku. Haqiqatda davlat maktablarida qizim ana kuni menga noladi. Ko'p so'kinishadi deyapti. Ko'p so'kinishgan. Ana kuni qaysidir bola qanaqadir so'kib shekilli menga yozib yuboribdi qizim, dada, men palonchi meni haqorat qildi deb. Men nima munosabat qilishim kerak bu yerda dedi. Men birinchi marta bunaqa kesga tushyapman. Borib bolani tarbiyaga chaqirmayman. Ustozga qildim. Qizimga qilsam, keyin qizim o'zi hal qilib shekilli olmadik. Ustoziga chiqdim, palonchiga chiqdimda, keyin qizim o'quvchilar o'rinbosariga kirib gapirgan. Bo'ldi, mashinada hal bo'lgan menimcha. Endi xususiy maktabda o'qigan bolalarni ham yozishmalari faqat so'kinish ekan aksariyat. Siz o'ylang, men tarbiya beraman degan maktablar bor-ku. Mana shu maktabda o'quvchilarini o'zini yozishmalarini ko'ring siz, o'zaro yozishmalari bir-birini o'ta so'kinib yozish. Chunki bu bugungi kundagi jargon oddiy so'zga aylanib qolgan. Bu juda qiyin masala, og'ir masala, lekin bor. Ya'ni trendga tushib qolganda bolalar uchun. Mana shunaqalar gapirsa, krutoyga o'xshaydi. Mana shunaqalar gapirsa, boshqacharoq qabul qilishadi. Va bugungi kunda jargonlar paydo bo'lgan, anaqalar uchun bilasizlar, yoshlar uchun. Cringe deydi, 5-6 bir 15-20 xil anaqasi bor. Lug'ati bor. Yaqinda so'radim-ku sizga. Mana shunaqa bir ajoyib. Lug'atlarni men tushunib oldim. Qo'shtirnoq ichidagi ajoyib. O'g'lim bilan o'tirib gaplashdim. Nima degani deyman, mana bunaqa deydi. Keyin gaplashaveraman-da. Hayotga tatbiq qilyapman. O'zim tushunman. Hattoki nima bo'ldi? Anime kino, multfilmlarni yaxshi ko'rishdi bolalar. Anime anaqaladi. Animeni ham turi ko'p ekan. Men hammasi anime deb o'ylaverardim, koreyskiy. Yomon deb tasavvurim bor edi. Yapon, koreyslarda bor. Tasavvurim yomon edi. Yo'q, u ma'naviyat ekan u. Ichiga kirsangiz, ba'zi mavzulari bor. Tarbiya mavzulari. Faqatgina yondashuv ularga o'zini anaqasida yondashuv. E'tiqodidan Biz tushunmaymiz. Biz uchun boshqacharoq, biz uchun Tom and Jerry bo'lgan bo'lsa, biz uchun o'sha quyon bilan bir-birini quylavergan bo'ri bo'lgan bo'lsa, bularda boshqacharoq. Mavzular deyarli bir-biriga yaqin, bir-birini haqorat qilish yo'q. Faqat o'sha bitta katta muammosi bor. Kiyimdagi buzuqliklar juda ham ko'p. Kiyinishdagi multfilmdagi va bu o'zini usuli yakimi ko'rdim o'shalarda. Ko'rib o'rganib chiqdim va qanaqa qilib bolamga ko'rma deymanki, uni o'zim ko'rmaganman. Nimaga ko'rmasligim kerak deyapti. Hamma ko'ryapti dada, 90% odam ko'radi deyapti. Keyin nima deyishim kerak? Uni ko'rib chiqdim, keyin qaytlarnidir tanqid qilishim uchun bilishim kerak ekan. Ko'rib chiqdim. Ishoninglar, ba'zi joylar tarbiyada ma'naviyati bor ichida, hayron o'ziga yarasha ma'naviyati bor. O'shandan tarbiya olishyapti va aksariyatini boyaga mana siz 4 ta dedingiz, 5-inchisi ham bor, YouTube ham bor. Ustozimiz ketadi. Hozir ko'pchilikning ustozi YouTube va bitta narsani tushunaylik, psixologiyada yangi bir qarashlar bor. Boladan nimaga telefonni olib qo'ysangiz yig'laydi, YouTube'da o'chirsangiz yig'laydi desa, chunki bola uni ona deb hisoblaydi. Bolani ongi onam deb hisoblaydi. Bolani onasini tortib qo'ygandek qabul qiladi. Bu haqiqatda bola o'zi bilmagan holda oynasida telefonni, YouTube'ni onam deb qabul qilyapti va haqiqatda YouTube tarbiyalayotgan bola katta bo'lyapti. YouTube bilan birga yashaydiganlarga tegishli gap. Endi bu farqi yo'q. Masalan, sizdan nimadir olib qo'ysangiz, xafa bo'lib yig'lasangiz, misol uchun ayni yosh bolalar payti, siz aqlingiz katta endi, siz tushunasiz. Bola aqli yetmagungacha o'zi juda ham mehri tushib qolgan narsalar ona yo'qda. YouTube'ni ko'rsa tinchlanyaptimi? Telefonni bersa tinchlanyaptimi? Bu onani bersa tinchlanish kerak edi o'z aslida. Onani o'rniga YouTube'lar va mana bu telefonlar kirib keldi degan. Bo'ldi. Mana shuni ona deb qabul qiladi. Va buni olib qo'ysangiz,
yig'lab kurashadi. Ana bitta ikkita bolalar bor, o'yin o'ynayotgan bo'ladi, o'yinni qo'ldan olib qo'ysa, ota-onasini pichoqlab yuborgan bola chiqdi misol uchun. Ana o'yinda o'ynagan Counter Strike o'xshagan o'yinlar bor. Endi biz Counter Strike bo'lganda biz paytimizda. Hozirgisi O'yinlar PUBG'larni o'ynagan. Ha, PUBG. Otasi, onasi qo'lidan telefonni olib qo'ysa, onasini uryapti, ko'ring. Bunaqalar juda ko'p. Nimaga? Chunki telefonda o'yin emas. U onasini tortib olib qo'yapti deb qabul qiladi. Onadek munosabatda bo'ladi. Onaning o'rni yo'q. O'shaning uchun boyaga aytganingizdek, mana bu ham bor. 4 ta odam tarbiyalaydi, 5-inchisi buni ham YouTube bilan ham kelish kerak. Shu tarbiya masalasini keyin bir boshiga borishga harakat qilaylik. Abdusamad aka bugungi kunda Avlod Ko'p Kids gapirib nomli yubordim, kelinglar bularga. Avlod Kids nomli bog'chani ham tashkil etishgan, ya'ni bog'chalari bor. Bog'chadan tarbiyani boshlashgan deylik. G'iyosdin akam shu yosh bolalardan tortib o'smirlargacha bo'lgan holatda kitoblarni tavsiya etyaptilar bog'chadan. Umuman o'sha bog'chadagi faoliyat qanaqa bo'lyapti? O'sha tarbiyaga yondashuv qanaqa? G'iyosdin akamda esa shu kitoblarni yozishda yosh jihatdan qanaqa yondashuvlar bo'lyapti? Shu savolni o'rtaga tashlasak-da muhokama qilsak. G'iyosdin aka o'zi mana o'zim siz gapiring, nimaga ko'p gapiryapman? Xijolatdan qutqaraylik bu kishini. Mana siz real qaraylik. Abdusamad akaga o'xshab katta bolangiz yo'q. Tasavvuran unaqa yosh katta. Meni ham shunaqa yo'q. Masalan, tarbiya borasida to'g'ri ketyapsanmi desangiz, bilmayman deyman. Chunki men o'zimning xulosalarim bilan qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelguncha qilyapman. Nimanidir noto'g'ri deb bilsam, o'shani noto'g'ri deb o'rgataman, to'g'ri deb bilgan degansam, nimalarga tayanasiz? Mana kitob yozasiz, tarbiyaga oid, bolalarga oid. Nimaga tayanasiz? Nima asosi bor? Masalan, men siz 50 yoshli G'iyosiddin Yusuf bo'lganingizda, ha, G'iyosiddin akani palonchi degan bolasi bor. Hozir rostdan ham juda ham tarbiyali, axloqli, palonchi yutuqlarga erishgan. Demak, keyslar buni boshdan o'tkazgan derdim-da. O'rinli emasmi? Juda zo'r savol berdi. Nimaga tayanasiz? Juda go'zal savol bo'ldi. Ancha qiyin savol ham. O'zlari ham endi birinchi marta eshityaptilar shekilli. Yo'q, men bu borada ozgina tanqidlar eshitganman. Ya'ni tanqid emas. Yo'q, menda savol. Men tushundim. Ya'ni shundan boshlamoqchiman. Ya'ni o'zing bitta yaxshi bola tarbiyalab jamiyatga hissa qo'shib qo'ydingmi, tarbiya haqida gapirasan degan tanqid eshitganman. Haqiqatda bu o'rinli tanqid. Og'ir botadi-yu, lekin o'rinli tanqid. Ertaroq uylanmagan ekanman. Shunga endi yozishda biz ko'proq o'sha bolaning xarakteri, psixologiyasidan kelib chiqqan holda va ota-onadan talab qilingan narsa nima? Umumiy qoidalarga asoslanadi. Hamma narsa ham tajribadan emas. Ba'zi tajribalar o'zimizdan bo'lsa, ba'zilari odamlardan ham keladi. Ya'ni ko'p murojaatlar bor, biz savol-javob kanalimiz bor, menga yaqin savol-javoblarimiz bor. O'sha orasida tarbiyaga doir savollar ham bor. Bolamda bunaqa holat bo'lyapti, qanaqa qilay yoki konsultatsiya olishadi, bunaqa bo'lyapti, nima qilay? O'shalarga yechim izlashda, ya'ni boshqalarni jamiyatda kuzatish orqali ham kelib chiqadi bu yozayotganlarimiz. Bu bitta jihati. Keyin o'sha aytganimdek nazar, ya'ni bolaga nima berish kerak, ota-onaning vazifasi nimadan iborat? Mana shu ikkalasini uyg'unlashtirgan holda bola psixologiyasi shundan kelib chiqqan holda yozadigan narsalarimiz shundan olib yoziladi-da. Demak, baribir kuzatuv ustun bu yerda. Kuzatuv, hayotni kuzatish ustun. Shunaqa bo'ladi. Bugungi kungacha kelib bo'lgan tajribalar ham bor-da, insoniyat uchun hamma masala bo'yinni boshni o'tib bo'lgan bo'lsa kerak. O'shanaqa. Mana masalan deylik, bola va pul kitobi, lider bola kitoblarini yaqinda yozdik. Ba'zi o'rtoqlarim yaqin, haqiqatan tanqid qiladigan yaqin o'rtoqlarim. Bilaman. Aka deyapti, nimaga siz bunaqa mavzularga aralashyapsiz? Siz anaqa treningchi emaskisiz deyapti-da. Bir tomondan o'rinli. Keyin men o'sha bola va pul kitobi bo'ladimi yoki lider bola kitobi bo'ladimi? Buni yozishda bolalar pul haqida nimalarni bilish kerak. Birinchi navbatda o'sha kitoblarni odatda munda rejasini qilib olaman-da, yozishdan oldin. Ya'ni bu kitobda men nimalarni yoritaman, kimlarga mo'ljallangan, qanaqa tilda yoziladi, uslubi qanaqa bo'ladi, shu narsalarni hammasini hal qilib keyin yozish kirishiladi. Masalan, bolalar pul haqida nimalarni bilish kerak? Avvalo o'zi pul qanday kelib chiqqan, shundan boshlab pul bilan nima qilish mumkin? Pulni faqat sarflaymizmi yoki saqlaymizmi? Mana shu bolalar pul haqida bilish kerak bo'lgan hamma masalani imkon qadar o'zim oldin reja qilib olib, keyin yozib boshlaganman va o'sha mavzularni yoritishda biz bir musulmon inson sifatida o'zimiz va bolalarimiz deylik pul bilan qanday muomalada bo'lish kerak, shu jihatdan kelib chiqib yozgan.
ya'ni o'rtog'im aytyapti, bu yerda oyat hadis yo'q-ku, qanday qilyapsiz deb. To'g'ri, oyat hadis yo'q, lekin hayotimiz o'sha pul bilan qanday o'tyapti? Masalan, o'sha kitobning ichida saxiylik, baxillik degan mavzular bor, ehson qilish bor. Hammasi o'sha umumiy qadriyatlarimizdan kelib chiqqan holda nima yoziladi. O'zingiz mana kundalik odoblar kitobini o'qib chiqqansiz, bilasiz. Uni ancha-muncha joylarda ham gapirdim. Juda o'rinli narsani aytdi. Mavzuda bu bola va pul masalasi bugungi kundagi hozir jamiyatimizda hozir o'zi umuman odam va pul degan mavzu o'rinli biz jamiyatimizda. Ayni pul mavzusi. Bizda pul masalasida muammo bor tarbiyamizda, hammamizda. Juda ham katta. Jamiyatdagi hozir kecha gaplashsam, depressiya 25 barobar oshib ketdi. 25 barobar, 25% emasda, katta narsada. Bu ko'proq nimadan desa, ko'proq pul masalasidagi muammolar. Ya'ni reklamaga ishonib, nimadir olib olib, stressga tushib, uzolmasdan bir-biriga mana shunaqa narsa ko'p hozir. Kredit muammosi hozir bizda bir katta etapga chiqdik, yana bitta etapga yetsa juda katta stress kuchayib ketadi odamda. Uzolmasdan qaytarib berish. Ko'p bunaqa narsalarda. Katta bir ustozimiz Qamarning ikkalamiz suhbatiga borganimizda bitta ma'lumot aytganki, endi u kishi o'ta katta psixolog, katta ustoz. Ya'ni o'zlarini psixolog deb o'ylamaymiz, nomlarini ham bilasizlar. Ya'ni u kishi aytayaptilarki, qarzdor odamning miyasi ishlamaydi deyaptilar. Ya'ni miya faqat shu qarzni yopish yoki telefon qilib qo'yganda qanaqa bahona o'ylab topish, uni tinchlantirish bilan ovora bo'lib, pul topish haqida o'ylamaydi deyapti. Ya'ni uni yarim shari ketadi deyapti. Aferistlar shu joyini o'chirib qo'yadi-da. Aferistlar o'sha joyini o'chirib qo'yib. Keyin hali aytdilar, shu yerda qo'shimcha qilib qo'yib, ayni shu chegirmalar, bonuslar. Ayni shu mavzuni kitobga kiritganman. Firibgarlar degan mavzu bor-da, firibgarlar bolalarga chegirmalarga aldanib qolmaslik, supermarketlarga kirganda o'zini qanday tutish, nimaga misolchi mana mahsulotlar bu joyga joylashtiriladi. Mana shu narsani bolani o'zini tilida bolalarga ochib berilgan, hatto hikoyalar bilan ham aytib berilgan. Masalan, bitta bola ko'chada maktabdan kelayotganda aytadiki, mana bu aqlli o'yinchoq falonpiston, lekin bitta qoldi. Olsang tezda ol deb uni aldaydi. Endi qiziqtiradi. Oladi, keladi, o'yinchoq o'ynab qarasa, oddiy o'yinchoq unaqa aytganaqa emas, darrov zerikib qoladi. Shu yerda o'ylab xarid qilish degan mavzu bu. Sog'lom xarid, ya'ni to'ppa-to'g'ri. Kerakmi yo'qmi senga? Oldin kerakmi? Aniqlashtirib olish. Keyin boshqa bitta hikoyada aytiladi, bola o'sha hayitlikka berilgan pullarni olib yig'ib, chiqib birdaniga o'yinchoq sotib oladi. O'ziga xohlagan o'yinchoqni oladi. Deylik, mashina oladi, hozir aniq esimda nima yozganman. Bir narsa oladi. Keyin uni o'ynaydi, zerikadi, boshqa qiladi, ko'chaga chiqsa, o'rtog'i koptok olgan bo'ladi. Keyin unga aytadi, koptok oldim. Koptok oldim. Men hayitlikka berilgan pullarni yig'ib koptok oldim, chunki eski koptogim eski bo'lib qolgandi, yorilgandi, yirtilgandi, yaroqsiz bo'lib qolgandi. Shuning uchun men koptok oldim. Ya'ni bu yerda xarid qilayotganda o'yla, senga aslida ehtiyojing nima? Shu narsani biz tushuntirib, hikoya orqali, mavzu orqali tushuntirib berganmiz. Ya'ni bu aytganingizdek, hayotdan olingan ko'p narsalar. Tarbiya deganda juda yaxshi narsani aytdilar. Mana nimaga do'stim aytdi, nimaga buning ichida hadis yoki oyat yo'q deyapti-yu. Bolalar adabiyotida unaqa narsalar qo'llanilmaydi odat. Mana qo'llaniladi yaxshi, lekin qo'llanilmasdan qanaqa berilasiz? Turkiyaga borganda bir kitob ko'rdim, kichkinagina, 2 og'och degan kitob, 2ta yog'och. Daraxt, 2ta daraxt haqida. Hani kitobni ko'rib, maza qilib olib keldim-da uyga. Ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, balki 2ta daraxt ekiladi, ikkalasi katta bo'lishni boshlaydi, shoxlari bir-biriga qo'shilib ketganda janjal keladi. Mani joyim, bir-biriga yaqinlashib ketib qoladi. Mana shunaqa janjalli, meni joyim bo'lib qolganda bittasi keladi, o'rtadan devor uradi. Baland qilib yo'l to'sadi. Daraxtlar devorni 3dan 1 qismida qolib ketishadi. Boyagi janjallashib turgan 2ta daraxt. Endi nima qilyapti? Daraxtlar tushundi muammosini va endi ular yana bir-birini ko'rish uchun nima qilish kerak? O'sish kerak endi. Daraxtlar shunaqangi o'sishdiki, daraxtdan devorni osib ketishdi. Oshib ketib, endi bir-birlariga mehrli bo'lib qolishdi. Bir-birlarini ko'rishdi, sog'ingan ekan. Bir-birlariga daraxtlari endi qo'yishib ketdi. Mana bu hikoya juda bo'lsa yarim bet so'zdan iboratda. Yarim bet so'zdan iborat. Hikoya dastorlar, uni o'qish ham shart emas ba'zan. Til tushunish shart emasda. Qarang qanaqa tarbiya, qanaqa muammoni yengib o'tish, nima qilish kerakligi haqida bolaga birlamchi beradigan signallar bor-da. Hamma yo'q bor mana.
tarbiya qanaqa? Bu juda chiroyli. Mana shunaqa kitob bolalar adabiyoti shunaqa joylari bilan zo'r. Mana hozir Qamar Books ham ajoyib kitoblar chiqaryapti u ham. Ha, qamaldan. Tarjima qilib, fransiz olib kelib tarjima qilishyapti-da. Tarbiya borasida haligi oilada tarbiya mustahkam bo'lsa, maktab uni buzib olmaydi degan gapingizni dastaklashimning sababini aytib beraman hozir endi. Xayolim kelib qoldi gapirgan vaqtingizda. 3 yosh yo 4 yosh vaqtida o'g'lim bog'chaga boradi. Tabiiy endi yangi muhit, unga yangi do'stlar, yangi bog'chapa, ya'ni demoqchimanki, yangi muhitga kirdi u. Endi dastlabki borgan kunlarida endi o'zim olib borib uyga olib kelib tashab qo'yaman. Keyin bitta keys aytib qoldi endi u o'zini tilida. Dada dedi, bog'chadagi bolalar dedi ismlar bilan sanayapti. Palonchi, pistonchi so'kinyapti dedi. 4 yashar bolalar. Nima deb so'kinyapti o'g'lim dedim. Uyda hech kim so'kinmaydi. Unga yangi so'zlar endi u shuni so'kinish ekanligini bilgan. Nima deb so'kinyapti desam, uyalaman dedi, ko'rsatishga dedi. Bitta tez ko'rsat dedim. Ya'ni qo'li bilan so'kinyapti ular dedi. Tez ko'rsatdi keyin hali qo'limdan qilib. Tarbiyaga chaqirmadingmi? Ya'ni bu ish yomonligini aytmadingmi dedim unga. Aytdim-ku, lekin aytganim qilmayapti. Endi nima qilay dedi. O'g'lim endi hamma dunyoda nasibasini oladi dedi. Ya'ni uyda mustahkam bo'lsa, shu ish xato ekanligini bilsa, borib uni xatoligini biladi-yu, lekin unga ergashib takrorlamaydi. Bog'cha haqida savol tashlagandim. Ha, bog'cha o'zi nimaga bog'cha ochganmiz degan savol menda bor. 3 yil oldin kichkina 3 ta farzandim bog'chaga chiqardi. Xususiy bog'chaga berardik biz. Bolalarga bog'cha qidirdim. Siz 15 ta maktab qidirdim dedingiz-ku, men bog'cha qidirdim rosa va imkon qadar o'zimga yaqinroq bog'cha qidirishga harakat qildim. Keyin o'tirdim bir kun, miyamga qattandir o'zing bog'cha och degan fikr kelib qoldi-da. Namoz o'qiyotganda bir kelib qoldi. Bir kelib qoldi. Dedim, bir anaqa keldi shekilli ilhom deydi. Dedim keyin o'ylab qarasam, bog'cha ochsam ham biznes ekan, ham bolalarim boradi. Va men o'zim xohlagan bog'cha topolmaganimdan bo'lgan sizda. Men nima bog'cha xohlayman? Bolalarimni emotsiyalariga tegishmasin, emotsiyalari shakllansin, o'zi bilan o'zi bo'lsin, bolalarim mustaqil fikrlaydigan bo'lsin, o'zida mustaqil fikri rivojlansin, erkinroq bo'lsin, ya'ni bolacha bo'lsin degan qarashim bor edi. Shuni topolmadim. Bog'chani qidiring, topish uchun bolangiz berish kerak edi, 3 oy vaqt ketadi, bo'lmasa yana qayta olishingiz kerak. Keyin davlat maktab bog'chasiga navbatga qo'ydim xullas. Bolalarning yoshi kelib qoldi. 3 oyda navbat keldi, lekin 3 oyda o'zim bog'cha ochdim-da. Bolalar uchun bitta joy topdik, kelishdik, bog'cha ochdik. O'zim xohlagan narsani qilishni boshladim. Bolalar uchun ochganman o'zi. Bolalarim uchun o'zim xohlab ochganman. Nutritsiologiya deganman, shunaqa sog'lom ovqatlanish qilganman. Nutritsiologiya deydi. Shakarni olib tashlaganmiz bog'chadan. Shakar yo'q bizda. Asal qo'yganmiz, sariyog'ni ham imkon qadar qishloqdan sariyog' olib kelib ovqat qilamiz. Nonni o'zi pishiradi, qora non pishiradi. Hamma yo'qni ichkariga qo'yganmiz. Tashqaridan kiradigan narsalar bor, lekin imkon qadar yarim tayyor narsalar yo'q va shakarsiz hudud. Bola o'rgangan, siz bemaza deb o'ylaysiz. Bolalar uchun shirin o'sha narsa ba'zi narsalar. Shunaqa bo'ladi. Endi tarbiyani ham shunaqa qildik. Men o'zim xohlagan narsa. Bolalarga biz tarbiyachilarni asabi kengroqda, asabi to'g'ri odam ishlay olmaydi. Biz bolani urmasa ba'zi bolalar tarbiyalay olmaydi, lekin ishlash uchun yurak keng qilish kerak. Sog'lom odam ishlash kerak uning uchun. Ana ko'ryapsiz, bog'chada urib o'ldirib qo'yishyapti-yu. Astag'firulloh, qanaqa ishlar bo'ldi? Xususiy bog'chada bo'layotgan ishlar. Sog'lom odam ishlamasa, bolani kasal qiladi. Farq yo'q. Oilada muammosi bo'lib keldimi, oiladagi muammosini hal qilib olish kerak. Shuning uchun bizda o'zimizda anaqa bor. Tarbiyachilarni ham o'zini gaplashtiradi kirib. Qabulga kirib gaplashtirib, o'zini sal-anaqa sog'lomlashtirib turmasa qiynaladi. O'shaning uchun bog'cha ochilgan. Bog'chaning asosiy missiyasi, ya'ni maqsadim emotsional barqaror va erkin fikrlaydigan avlod tarbiyalash deb qo'yganman. Shu yo'lni ko'rib qoldim, lekin hamma har xil narsaga urg'u beryapti, qadriyatga, odobga boshqa deydi, lekin emotsiyali hech kim aytmagan. Lekin shunda ham bitta muammo shundaki, bog'chamiz hali bilmadim, boshidan foyda olmayman deb reja qilganman, bilmadim, hech hali bir foydaga kirmadik deydi. Bolamiz chiqib ko'paveradi, lekin o'ziga o'zi anaqa bo'lib qolaveradi. Lekin tadbirkorlarning shunaqa bahonasi bo'ladi. Qanaqa bahonasi? Foyda olmaydi. Foyda olmaydi. Yo'q, hali qamardim. Biz turk kompaniyalar bilan ishlaymiz-ku. Hozir siz o'zim bolalarimga bog'cha izlab
shu ochiq g'oyasi tug'ilgan deysiz-ku. Turk kompaniyalar bilan biz endi 3-4tasi bilan ishlasak, qolganlar bilan gaplashib ko'rsak, ana bir xil gap aytishadi-da, ana umraga borgan bo'ladi, umrada u qiynalgan bo'ladi. Absomatik sizga Yo'q, tegmasin, ha. Tegursin. Va umraga borgan bo'ladi, umrada qiynalgan boshida bo'ladi. aytganman kalligimda. O'shanaqa qiynalmasligi uchun ularni anaqalarini, kamchiliklarini ko'rib turib, mana shunaqa bir va'dasiga muvofiq ishlaydigan bir kompaniya ochaman deb niyat qilib o'zi ochgan bo'ladi. O'sha muammolar bilan yurgan bo'ladi. Aksariyati shunaqa. Chunki meni bog'cha ochayotganimda marketing qilib, odatda maktab ochish kerak bo'lsa, hozir men hududni o'rganaman, aholini o'rganaman, qanaqa talab bor deyman, nima rakursda ketishimiz kerak, konsepsiyani qanaqa ishlaymiz deb hududdan kelib chiqib o'rganaman. Shunaqa rivojlantiraman-da, bog'chani shunaqa qilmaganman-da. Men bog'cha ochib bo'lgandan keyin marketingni ko'rib chiqsam, Toshkent shaharida 1,5 mingdan oshiq xususiy bog'cha bor ekan. Men haligu qon bo'lib ketgan joyga kirgan ekanman-da. Bu ham bu yo'q, jang ekanda bu yerda. Keyin kirdimda, endi kirgandan keyin ishlash kerak edi. Nima qilaman? Harakat qildik, harakat qilyapmiz. Bizi muammoimiz bog'chalarda odatda ijara arzonroq bo'lar ekan, biz ijaramiz qimmatroq. Joyini to'ldirib olamiz deb niyat qildik, lekin ijaramiz ozgina qimmatligi uchun muammolarroq. Lekin bu ham muammo emas, ishlab turibdi. O'zini qoplashini o'zi ham bizga foyda. O'zimga shunaqani tasalli beraman-da, ishlab turgani foyda deyman. Nechta odam oylik olyapti. Mana shuna deb qo'yaman. Shunaqa sistema. Biz bog'chada bitta yaxshi narsa qilgandik boshida. Nima sababdan bog'chada mani o'g'lim yo mani qizim ertalab soat 8 dan kechqurun 6 gacha faqat ayollar bilan bo'lish kerak savolni qo'yganman. Nimaga erkak yo'q bog'chada? Bola erkak tarbiyasini erkakda hidinim deb bilish kerak-ku. Qiz bolaga ham ota kerak. Endi kechirasizlar, bugungi kunda ko'ryapmiz 30 dan 40% gacha ajrashuv. Bolalar otadan ajragan ko'pchilik. Ularga kim ota? Biz bog'chamizda ham bilaman, bormi yo'qmi unisini bilmayman, lekin ularga kimdir otani his qilish kerak, erkakni his qilish kerak. Otasi borlar ham his qilsin, mashta yurib, faqat uyga borganda 1 soat ota bilan gaplashmasin deb bir erkak personal qo'ygandik o'zimizcha. Bir Sobit Sher degan yigit bilan birga ochganmizda o'shani shetga qo'yib, o'zim ertalabdan kechgacha o'shda edim. Bolalar kelsa, klientlar bilan o'zim hamma bilan gaplashaman, o'zim qilaman, boshqacha bir atmosfera qildik. Bolalar qachon xohlasa keladi, biz ham quchoqlaydi, biz bilan gaplashadi. Maza qilishlar aytdik. Lekin maza qilish qayergacha desa, moliyaviy yetishmovchilikgacha. Siz g'oya qilganingiz bilan u moliyaviy ham bo'lmasa g'oya to'xtaydi. Keyin biz nima qildim? Xotinga topshirdik. Mana ayollar o'zlaring qilinglar. Men endi bir boshqa chiqib ko'ray deb, keyin boshqa harakatlarni boshdan maktab sohasiga keyin o'tdim, iloji yo'q. Yana o'g'il bolalar qoldi ayollar bilan. Yana qoldi endi. Lekin kimdir qilsa mana shuni qilish kerak. Erkak kishi mana shu bog'chada kerak deb o'ylab qo'ygan. Men hali maktab direktori, Farg'onadagi maktab direktori-chi, o'zi kutib olib. Qarang. qarang. Bu PR uchunmi, lekin real doim shunaqa buni bilmadim, lekin o'sha holat zo'r. Endi lekin zohirda gapirgani shu, avval ya'ni kameraga chiqmas oldin ham qilganman bu ishimni debdi. Ya'ni endi bir kimdir videoga olib chiqarib yuborgan. Ungacha ham ya'ni videochi qilmaganmiz bu ishni deyapti. O'zi maza qiladigan odamda, Shunaqa odam kerak deyapsiz-da endi. Ichida bitta erkak kishi yursa deyman, erkak kishi bo'lsa va bolalar erkak kishini ko'rib tursa, kelib bir quchoqlasa, nimadir gapira olsa, zo'r emotsiyalar ham chiqdi bizda. Biz ko'rdik-da. Juda ko'p muammolarni ko'rdik. Masalan, tarbiya masalasida kichkinagina bitta kes bog'chamizda bo'lgan ish. Bitta qiz tishlab olaveradi hammani. Bolalarni tishlab olaveradi. Ota-ona kelib yo bu qoladi, yo biz qolamiz deydi. Tushunyapsizmi? Shartlar qo'yishadi. Bu bolani olib tashlang, ikkinchi marta emas deydi. Bolani tishlab oladimi? Tishlab oladi. Men Turkiyaga bordim. 3 kun Anqarada bitta katta brendni o'rgandim-da. 3 kun yurdim. Keyin bog'chalar bilan gaplashdim. Sizlarda ham shunaqa muammo borsa, bor dedi. Nima qilasizlar desam, ota-onalar shunaqa, bizga ham shunaqa shart qo'yadi. Haqiqatda bitta millat akamiz dedim-da, Turkiyaga borganda. Bitta millat akamiz dedim. Muammolarimizgacha bir xilda bog'chadagi. Muammo nimada keyin o'rganib, aytdim, o'rganinglar nima muammo? O'rganishdi, suhbatlashdi. Qizni otasi yaxshi ko'rganda qizni tishlab olar ekanda, tishlab oladigan otalar bo'ladi-yu. Qizimni mana bunaqa joylarni tishlab oladi. U tishlashni mehr deb hisoblar ekan. Mehr ko'rsatish deb hisoblar ekan. Iltimos, oilalaringda mehrni boshqacha ko'rsatinglar deyildi. Boladagi tishlash yo'qoldi. Mehr boshqacha ko'rsatilish o'rgan. Mana tarbiya qanaqa? Aks etish qanaqada?
Shuning uchun oiladagi elementar ko'pchilik e'tibor bering. Masalan qaraysiz, oiladan bitta boringda, oilada muammo bor. 12 yoshgacha bo'lgan bolaning muammosi bolaniki emas, ota-onaning muammosi deb qaraladi. Chunki hali unda o'tish davriga ketmagan, hali unda fikr yo'q. Muammoni ota-ona bilan hal qilmagunizgacha bolani o'zi bilan hech nima hal bo'lmaydi. Bola va pul kitoblaridan keyin o'sha xususiy maktablar masalasida qimmatligi borasida ham orada gap shuni o'tib ketdi. Shuni bir ochiqlasak, ya'ni bitta postingiz yozgan ekansiz, xususiy maktablar arzon bo'lishi kerak. Bu jarayonda hozirgi kunda narxni o'sganini ko'ryapmiz, lekin tushishdan menimcha darak bo'lmasa kerak. Shu qanaqa bo'ladi shu masalani? Nima yechim qilsa bo'ladi? Siz videoda aytibsiz, endi arzon qilish kerak, yo'lini qilish kerak. Bunga o'sha puldor odamlar harakat qilish kerak debsiz. Yana nima yechim? Mana shu temaga to'xtalsak, bitta tarixga yuzlanib olamiz. O'zbekistonda ta'lim bo'lganmi oldin? Masalan, ruslar bostirib kelgungacha bo'lgan. Qanaqa bo'lgan shakli? Ha, bu bizda maktab birortasi, misol uchun, xonlik maktabi degan maktab bo'lganmi? Yo'q. Amirlikning 8-nomli maktabi bo'lganmi? Bo'lmagan, tamom. Bizda ta'lim doim erkin va to'liq xususiy bo'lgan. Ilm rivojlangan paytni ko'rsangiz ham, ilm o'sha oxirgi paytigacha davlatning maktabi, davlatning madrasasi bo'lmagan. Hamma ta'lim erkin bo'lgan. Deylik, Buxoroda bir 200 ta madrasa bo'lgan. Undan ko'p, misol uchun 200 ta deb olaylik, 100 ta deb olaylik. 100 ta madrasa qanday paydo bo'lgan? Uni kim qurib bergan? Ha, bitta boy odam chiqqan, Yorqinboy degan odam bo'lgan, misol uchun, Yorqinboy chiqib, men savdogarman, mana shu yerga masjid madrasa qurib beray dedi. Madrasa qurish uchun bular kim kerak? Bularga bitta Qamariddin degan olim odam kerak. Bu Qamariddin misol uchun orqasida 30 yillik olimlik anaqasi bor, ilmli odam. Da madrasada ishlayapti, o'sha chiqish kerak. Qamariddin sizga men bir madrasa qurib bersam, ana shu yerga siz bosh bo'lib yurgizsangiz. Va shuni vaqfga berib ketsam. Shuni o'zlaring boshqarsalaring. Tadbirkorga Yorqinboyga bundan manfaat nima desa, qiyomatgacha savob kelib tursin degan bizni qarashimiz. O'lganimdan keyin ham sadaqa ijoriy. Ha, shunaqa qarash bor misol uchun. Bizni shu diniy qarash bilan mustahkamlangan, to'liq. Agar dini bo'lmasa bu ishni qilmasligi mumkin bu odam. Balki haligi boshqacharoq qarasa mumkin. Ha, bunda o'lganimdan keyin ham diniy manfaat oxirgacha menga kelib tursin degan birinchisi. Ikkinchisi, mana shu madrasani Yorqinboy deb nomlanganda, o'zingizda o'zi haligi Amir Temur avlodlari demagansiz uni. Mening buyuk maktabim deb nomlamagansiz-da, yoki Qamariddin skul deyilmaganda u maktab. Ani Yorqinboy madrasasi deb nomlangan. Va bu nomni qolishi bu odamga motivatsiyasi ham bor. Bu dunyoda ham motivatsiyasi bor-da. Yorqinboy madrasasi degan. Masalan, Ko'kallosh madrasasi ham bitta tadbirkor odamning madrasasi bo'lganda, qurib berganda uni ham. Mana shunaqa qo'ygan. Hattoki Mirzo Ulug'bek madrasasi ham Mirzo Ulug'bek davlatning byudjetidan pul olib qurmagan. Mirzo Ulug'bek o'zini bu yoqdagi bizneslaridan qurib bergan. Hazrat Alisher Navoiyning madrasalari hozirgacha bor. Aytishlaricha 500 gacha ishlagan deyshadi o'zlaridan keyin. Mana madrasalar, ya'ni maktablar, o'sha paytning madrasa bugungi kunda maktabga to'g'ri keladi. Kollejga to'g'ri keladi, oliy ta'limga to'g'ri keladi. Mana shunaqa rivojlangan, bu nima foydasiz? Qamariddinning maktabi, G'iyosiddinning maktabi, Yorqinjonning maktablarini o'ziga xos xususiyatlari bo'lgan. Bitta narsani har xil usullarda o'rgatishgan. Usul har xil bo'ladi. Qamariddin maktabi shogirdlaridan chiqib ketadi va o'rtada juda ham ko'p tortishuvlar bo'lgan, bahslar, ilmiy. Qarashlar har xil, rakurslar har xil. Mana shu yerda ilm rivojlangan. Misol uchun, deylik, oddiy matematikada 3 ga 3 ni qo'shishni, misol uchun 10 gacha sanashda bir 10 xil usuli bo'lgan bo'lsa, hammasi o'zining usulini maqtab chiqavergan va qaysi bir yaxshi bo'lsa, hammasi dars berib ketavergan. Mana shunda ilm bo'laverganda. Mana shu bizni maktablarimizni tarixiy asosi shu, xususiy maktablarimiz. O'zi keyinchalik nimaga davlat maktablari paydo bo'ldi? Chunki maktab davlat siyosatini aks ettiradigan asosiy mafkuraviy nuqta hisoblanib qoldi. Shundan keyin bizda davlat maktablari paydo bo'ldi. O'rislar kirib kelmaguncha bizda davlat maktabi degan tushuncha bo'lmagan. SSR paydo bo'ldi. SSR g'oyalarini aks ettiruvchi yoshlarni tarbiyalash uchun ateizm darslari kiritildi. Yana endi bolani fikri, ta'limi davlat xohlagandek bo'lish kerak bo'ldi. Sizga nimani qayergacha o'qishni belgilab qo'ygan. Bugungi kunda ham shu. O'zbekistonda O'zbekiston tarixi, Qozog'istonda Qozog'iston tarixi, Tojikistonda Tojikiston bir-biridan farq qiladi. Vaholanki hammamiz Qirg'iziston bitta joyda bo'lganmiz o'sha tarixni qilib bermaguncha. Hamma tarix bir-biriga dushman. Amir Temur saniki, Amir Temur maniki, Amir Temur bizniki.
Hamma talashaveradi hozirgacha. O'sha noto'g'ri ta'limning ta'siri bo'lganda bu. Davlatni mafkurasini aks ettiradigan darajada bo'lib ketgani uchun SSR payti xato shu bo'lgan. Mana shu bilan kirib kelib qoldi. Hozir endi sal isloh bo'lyapti. Tarix darslarimiz optimallashyapti, mafkuraviy darslar to'g'rilanyapti sekin-sekin. Mana hozir O'rta Osiyo sekin-sekin yaxshilangan sari bir-biri bilan qo'shnichilik, hattoki mana pedagogik almashuvlar ham tartibga tushib qoladi menimcha. Tariximiz umumiylashtiriladi. Mana shu yechimda xususiy maktab biz tariximiz bunaqa bo'lgan. Ana endi yechim nimada? O'sha arzonlashish uchun, Arzonlash emas, tekin bo'lish uchun yechim nimada? Xususiy maktab. Ajoyib urg'u qo'ydingiz. Ya'ni xususiy maktab tekin bo'lishi qayerda deyapsiz? Ha, shunday. Tekin, arzon demayapsiz-da? Chunki oldin ham tekin bo'lganda. Ya'ni tekinligini kimdir ta'minotini qilib turgan. Bir-birini ta'minlab turgan. Deylik, bitta maktab o'zi bir darslik chiqarib, qolganlarga sotgan deylik, misol uchun. O'zini metodikasini sotgandir, metodologiyasini sotgandir. Va albatta doimiy ravishda ta'lim nimaga rivojlanadi? Ta'lim pul bo'lsa rivojlanadi akalar. Bu hech qanaqa inkor qilib bo'lmaydi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash bor joyda ta'lim rivojlanadi. Olim bo'lish uchun unga bitta olim tarbiyalash uchun qancha pul kerak? Qancha odam sa'y-harakat kerak? Bitta olim jamiyatga chiqish uchun qancha urinish, qancha odamlar naqas ketadi. Xuddi shunaqa bo'lgan. Bizda ham qachon maktablar fond asosida tashkil qilinishni boshlasa, boyagi ishlar bo'ladi. Fond qanday bo'ladi? O'sha biz paytda vaqf deyilgan bo'lsa, oldin hozir endi vaqf emas, fond deb qaraylik. Fondlarga tegishli bo'ladi. Misol uchun men ochdim. Misol uchun Abdusamad degan fond ochdim va maqsadim maktablarni arzonlashtirish, xususiy maktablarni va odamlarga yordam berish, oddiy maktablar ochish. Buning uchun nima? Tadbirkorlar hozir maktab qurib beradigan tadbirkor bormi? Bor. Hozir bor. Tadbirkor o'zini binosini berishi ham mumkin. Maktabga deb bersa, u fondga o'tkaziladi. Fond arenda to'lamasa, fond misol uchun o'qituvchining oyligini o'zini chiqarish kerak bo'lsa, mana shu narsa o'zi maktabni tadbirkor foyda olishni o'ylamaydi-da, avtomatik narx tushib ketadi. Narx avtomatik tushib ketadi. Misol uchun 3 millionlik maktab nimasi eng qimmat desangiz, ijara bilan odamni bosimga tushirgan ijara, tezroq ijaramga chiqib olay, qoplash uchun deydi va oylik berib olay deydi. Mana shu o'qituvchilarni o'zini o'zi oylik qoplash boshlasa, tushgan pul ochiq, shaffof ko'rinadi. Shaffof kimda ish pul tashadi, ko'rinib turadi. Tushgan summa, yana grantlar tashib berib turadi tadbirkorlar. Mana shu maktabni qo'llab-quvvatlaymiz degan. Bitta mahallada ikkita tadbirkor qo'llab tursa, o'zi maktab rivojlanadi. Mana shunaqa narsa paydo bo'lsa, fond shaklida xususiy maktablar avtomatik arzonlashadi. Toshloq tumanida, Farg'ona viloyat Toshloq tumanida bir post qo'ydim, ko'rgan bo'lsangiz, 1,200,000 so'm xususiy maktab. 1,200,000 nimani qoplaysiz deyman-da. Bog'chalar ham. Endi qarang, xususiy maktabda eng asosiy tomoni 1,5 mingga o'quvchisi bor. Reklamasi yo'q. Ozgina 10 metrdan keyin paxta dalazor boshlanadi. Lekin dalazorni bu yog'iga shunaqangi chiroyli maktab qurgan. Maktabga kirsam, umrimda birinchi marta his qilganim ta'limni hidini his qildim. O'zim uchun yangi termin nima bu deyapman, bu ta'limni hidi dedim-da. Kirsiz mana, akalar 3 ming o'sha maktabda 2,5 million qilsa ham bola keladi. Mayli 1,5 mingta emas, 1000ta bola kelaveradi. Endi bu yerdagi o'ziga xos xususiyat nimada desangiz, bolalarda yotoqxonasi, maktabda yotoqxonasi yo'q. Qishloq to'liq ta'limga xizmat qilyapti. Qishloq bolalarni yotoq bilan ta'minlayapti, ovqatini qilib beryapti. Bola 300 ming so'm, 200 ming so'm qishloqqa bitta yotgan joyga pul to'laydi. O'sha uni ovqatini qilib beradi, yana 100 ming so'm ovqatiga berib, 300 ming so'm bilan bitta bolani yashashi, ovqati chiqyapti. O'sha xonadon tirikchilik qilyaptimi? Qilyapti. Ta'limga xizmat qilyaptimi? Qilyapti. O'sha o'quvchi ertaga katta odam bo'lib ketishi mumkinmi? Mumkin. Mana shu hudud, mana qarang, bizda ta'lim qanaqa bo'lganda, mana shu tabiiy rivojlanish bo'ladi. Qishloq bilan rivojlanyapti, 1,5 mingga yaqin o'quvchisi bor. Narxi arzon, 11-sinflari 600 ming so'm ekan. Nimaga dedi? Nima qilyapsiz? Chunki dedi 11-sinflarim allaqachon sertifikatini olib bo'lgan o'xshash sertifikatini deyapti. Bularni bu yerda ushlab turishimdan manfaat nima deyapti-da. Tushunyapsizmi? Men o'sha anaqa berib bo'ldim-ku deydi. Institutga kirish garantini olib bo'ldi bular mana. Kimyo, biologiyada, ingliz hammasini olib bo'ldik bular. Qarang, o'qishni bitirmay kirib bo'lyapti bugun bolalar. Mana bu ta'lim akalar. Mana shu yerda ta'lim rivojlanadi. Aka bilan
Men aytdim aka dedim va Buxoroda eng kuchli yana bitta maktab Abu Hafs maktabi bor. Isomiddin direktor. Bu ajoyib maktab bu ham. Bu ham ajoyib maktab. Ta'limda 3 yildan keyin bola soni shunchalik ko'payib ketadiki, yaxshi bo'lsa. Marketingga hojat yo'q. Yoritib borishingiz mumkin, lekin odam shunchalik ko'p joy qolmaydi. Agar ta'lim 3 yilda yana marketing pul tikishga harakat qilyapsizmi, bu ta'lim yo'q, qochavering bu yerdan. Chunki men realniy keyslarni ko'p ko'rganman. 3 yildan keyin bola sig'may ketadi ta'limda. Qimmat maktablar bormi? Qimmat maktablar bor. Kimgadir shunaqa maktablar kerakmi? Kerak. Misol uchun qimmat maktab bo'lib turib, o'ziga yarasha bo'lsa yaxshi. Jahon School maktabi ochildi. Narxi 7 millioncha menimcha. 6 million 900 deb qo'yishgan edi. Qimmatmi? Men uchun qimmat. Men uchun qimmatli qiladi ayni vaqtda. Va lekin uni qilgan qulayligi uchun men malades deyman. Ichiga kirdim. Oshxonamiz o'zida 24 ta personal ishlayapti. Oshxonada odatda xususiy maktablar 6 tadan oshmaydi. 24 ta akalar, 24 ta, 4 barobar ko'p. Bu oylikmi? Oylik bu. Stress kam. Bitta men hayron maza qilgan joyim. Maza qilgan joyim. Endi reklamaga ketadi-da, nima qilamiz? Har bitta qavatga shunaqa bitta xona qilgan. Ani xonada 4 ta printer bor, kompyuter bor. Har bitta 4 ta qavatda bitta shunaqa xona bor. O'qituvchini eng katta stressga uchraydigan narsa mana shu. O'qitadigan doim 24 ta bola bo'lsa bitta sinfda hammasiga narsa chiqarib kelish kerak-da u. Printer bitta ikkita bo'ladi maktabda, kutib o'tirishadi. Men chiqarib olay. Har bitta sinfga bittadan berish kerak. Qo'shimcha har doim beradi. Matematika ham, tarix ham beradi, ingliz ham, hamma fan beradi. O'shani chiqarish muammosini o'qituvchidan shuni soqitib qo'yib qo'yganda. O'qituvchi maza qilish dedi. Mana shunaqa narsalarni ko'rdim. Odamlar beryaptimi? Baraka topsin. Tadbirkor bo'lib, o'zini biznes rejasi bo'yicha foyda olaversin, mayli, gap so'z yo'q. Lekin umumiy jihatdan maktablar biz millatga xizmat qilamiz degan shior bilan maktab ochganlar bor-ku. Men ularni aytaman, soqa qilyapsizlar, qo'yinglar deyman, to'g'ri gaplashaveraylik deyman-da. Ras millatga xizmat qiladigan bo'lsangiz, odam ko'paygan sari narx tushish kerak-da. Chunki odam ko'paygan sari foyda oshadi-da. Tannarx kamayib boradi. Masalan uchun 300 ta odam o'qityapsiz, 3 million bo'lgan maktab, agar bolangiz soni 700 ta bo'lsa, sizga 2 millionga tushadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni foydasi ko'payadi. Tannarx kamayib boradi. Aksincha narx barboshaveradi bizda. Agar ras xizmat qilish kerak bo'lsa, millatga xizmat qilish qanaqa bo'lsa, uni normasi ishlab chiqish kerak. Ya'ni marketing o'ziga yarasha bor, da'volar bor, lekin da'voni bajara olyapsizmi degan narsani men kartasini olsam ancha-muncha odam hijolat bo'lib qoladi. Umuman. Umumiy ochsak bo'lmaydimi? Uning uchun alohida maktabga bag'ishlangan podkast qilasiz. Yo'q, qilamiz uni. Uning uchun taklif ham qilasiz maktablarni. Men ularga savol beraman, bo'ldi. Bo'ldi. Unda qilsa bo'ladi. Tashkillashtiramiz. O'sha aytganlarda, kim maktabga bermoqchi bo'lsa, yig'ib hammasini gaplashib kelinglar, men audit qilib tavsiya beraman deb. Shunaqa deb qo'ydim, bitta post qo'ydim. Bizda muammo bor. Keldimi bu maktab? Aka kelmayapti. Yo'q, kelmaydi. Chunki men uni marketing qilib, просто post qilib qo'ydim. Agar marketing qilib, zapus sistemani qo'llab turib, tayyorlab turib qilsam, odam ko'payib ketadi. Ehtiyoj bormi? Bor. Bolangizni umrini yo'qotyapsiz-da. 6 oy bolani tekshirib ko'rib, bu maktab bo'lmasa ekan, boshqasiga olib o'tgandan ko'ra bir og'iz kelinglar. Maslahat solib ko'ringlarchi. Bolangiz o'zi xohlayaptimi uni? Ko'p kelishadi menga. Ba'zi kelib turishadi. Bolam ham bunaqa, bolangiz o'zi xohlaydimi? Keyin birinchi ota-ona keladi. Siz kim? Bolangiz kelsin deyman-da. Bolangiz olib keling. Bola bilan gaplashsangiz, bola bilan bola tushunadi. Bola bilan gaplashsangiz masala hal. O'zim maktabim yaxshi edi deb turaveradi bola. Shu narsa. Boshqa maktab ko'rmagan bo'lsa-chi? Qanday? Ya'ni deylik 3 yildan beri o'sha bitta maktabda o'qiyapti. Yaxshi o'qiyaptimi? Yaxshi o'qiyapti. Tamom, o'qursin, nima qiladi maktabga ko'chirib? O'qisin nima? Ota-ona ta'limda ozgina tushunsa, davlat maktabi yechim. Ozgina tushunishni chegarasi qayerda bo'ladi, Samat aka? Mana qarang, bolangiz yaxshi o'qiyapti. Mana qarang. Bo'ldi, tushundim. Bolangiz hammasi 5. Bor deysiz, o'qituvchilar yaxshi gap aytayapti. Endi siz o'ylaysiz, xususiy maktab. Bu marketing uchun aytayaptimi? Nima uchun aytayapsiz? Mana o'zimda bo'lgan case. Yaqinda shu birinchi chorak tugadi, yig'ilish bo'ldi. Marketing jihatdan zo'r qilgan. Chiqasiz, anaqasiga, mansardasiga, siz qo'lingizga ikkita qog'oz beradi, bolangizni o'zlashtirish anaqasi, baholari, anaqasida o'rta strokasida yozib qo'ygan o'qituvchining anaqasi, fikrlari. Bolang mana bunaqa 5-5.
alohida stullar qilib qo'ygan, har xil stulda o'tiribdi. Mana informatika o'qituvchi, mana tarix o'qituvchi, mana suzish o'qituvchi. Borasiz, bolani ismi, familiyasini aytasiz, rasmini ko'rsatasiz yoki bolangiz haqida o'zining fikrlarini aytadi. Absamat aka, men mana 5 yaxshi bo'lib kelyapti. Endi hammasi 5 emas-ku, lekin ko'p masalan men istagan bahosi yaxshi. fanlar yaxshi, hammasi yaxshida va o'qituvchilar ham yaxshi feedbacklar aytyapti. Ana ijobiy izohlar aytyapti. Keyin men borib turib nima qildim deng, ana ajratib olishim kerak. Iltimos men boshqa o'quvchilarnikini ham bering-da dedim. Solishtirish. Bitta ko'ring dedim. Yomoni kim deydi? Bitta ko'ring dedim. Bundoq qarasam, yo'q, uchun borlar ham juda ko'p ekan. Ha, demak anaqa javlar anaqa marketing qilib silab siypamagan ekan. Keyin men o'qituvchiga bordimda, menga dedim maqtama dedim. Bolam men taniyman dedim, kimligini dedim. Menga kamchiligini ayt dedim. Bir uremaza qilib dedi. Urishga bahona yo'q. Nima o'qimayapsan deyishga. Mana shu sog'lom. Mana shu sog'lom so'rab olishdi. So'rab olish kerak, ya'ni. Bahosiga qarab ketish binish bitmasligini tushunib turibdi bu yoq mana. Maktabda boshda aytdim, so'rab olish kerak. Har bir berilgan va'dani yilda oxirida so'rab olmang. Yilda oxirida so'rab olsangiz umri ketib qolganini tushunasiz keyin. Ha, bermadilar ko'rsa, bolangiz o'qimadi deb turaverishi mumkin. Biz harakat qildik, endi bu yoq Allohdan. Mana shunaqa umumiy gaplarga o'tishadi. Keyin ayb haligi gunohkor bu yaxshi. Umumiy gap emas degan. Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Ha, ya'ni e'tiqodiy, aqida. To'g'ri gap. Ya, mana bunaqa terminlarga o'tib olishadi-da. Natijalarda anaqa qilib qo'yishadi keyin. Akam aytmoqchi bo'lganlar, Allohdan ekan mana bilaman, sen o'zing nima qilyapsan demoqchilar. Shunaqa. Shunda men o'zim umuman masalan To'g'ri haqida. To'g'ri. Shunaqani oyma-oy misol aytganimdek, men bolangizni mana bunaqa qilib beraman desa, o'sha mana bunaqani nimani so'rayman nima? Olib keling, metodologiyangizni olib keling, bolam shunaqa qilib beradigan. Bitta ko'raylik. Qani dasturingizni ko'raylik. Menga dastur to'liq bering. 10 oylik dasturni bering va bolamni 10 oy dasturida har bitta oyda o'sish darajasini bering. O'sha bo'yicha so'rab olaman o'zimni. Har oy so'rab olaverish kerak. Natijani har oy kutaverish kerak. Uzoqqa emas, o'zi kunga ham bo'lsa bo'ladi natijani. Mana shunaqa metodologiya qilgan maktab bo'lsa, ko'ra olsangiz, so'rab ola olsangiz, mana shu yaxshi. Aksariyati bergan va'dasini oxirigacha yetib bera olmaydi. Reklama qilgan maktabda oldiga borib o'tirib suhbatlashaman-da. Reklamangiz bo'yicha mana bunaqa. Buni nimaga asosan qilgansiz? Qani qog'ozingiz deyman. Yo'q deydi. Ma'lumotimiz qani? Bu ham yo'q. Ha, nimaga reklama? Xudosi bo'ladi, qilib yuboramiz, reja qilyapmiz, ochib olamiz shunaqa. Mayli, u to'g'ri yechimdir, lekin qila olish katta ishda. Qila olish katta ish. Xafa bo'lmaysizlar. Yo'q, yaxshi bo'ldi. Bizga xafa bo'lmaymiz. Yo'q, biz maktabimiz yo'q, Absamat aka. Maktab bor, do'stlarimiz bor. Ular xafa bo'lmasa bo'ladi. Yaxshi xususiy maktablar haqida gap ketmayapti. Yaxshi xususiy maktablar bormi? Bor. Mana Jahon School'da aytdik, yaxshimi? Men ko'rib maza qildim. Rahimov School maktabini taniyman. Yaxshi maktab. Sodiq School. Sodiq Schoolni men yaxshi ko'raman. Misol uchun Sodiq Schoolni men yaxshi ko'raman. Natijalarini yaxshi ko'raman. O'zi bolani qolipga solmaydigan maktabni yaxshi ko'raman men. Bolani sal anaqasini erkinlik bormi bolaga berish kerak, o'qitish kerak, tanqidiy tafakkurni rivojlantirish kerak deyman. Hali xo'p bo'ladi deb ketavermasin-da, nimaga deb savol bera olsin. Nimaga degan odam olim bo'ladi-da. Shunaqa. Nimaga degan savol bo'lmagan odam olim bo'lmaydi. Ha, xo'p bilan ish bitmaydi. Biz xo'p, men aytaman, bugungi kunda bizga xo'p deydigan bolalar emas. Bugungi kunda nimaga deydigan bolalar kerak deyman xullas. Olimlarga muhtojmiz. Degani qilganda, shu nimaga ham odamni ota-ona sifatida charchatar ekan Absamat aka. Nimaga degan savol charchatar ekan. Tavqatli bo'lasizda tarbiyada. Yo'q, mana bunaqa bo'ldi-da. Qarang. Mana o'zini fikri bo'lsin deyapsiz, ko'r-ko'rona ergashmasin, o'zini fikri bo'lsin. To'liq qo'llab-quvvatlayman shu fikrni. Yosin aka, mana siz mavzungiz. Er-xotin urushib qoldik. Tabiiy urushib qoldikda, o'g'lim bor edi. Keyin ota-ona ko'pincha alamni boladan oladi-ku. Nima deysan o'g'lim? Shu fikrga dedim men. U kichkina bola. Bundoq qaradi-da, dada dedim, mavzuni tushunmadim dedi. Lekin dedi. Shunga dedi, menda javob yo'q dedi. Bitta kulib bordim, onasi oshxonada edi. Ship yetib keldi. Rahmat o'g'lim dedim-da unga. Ya'ni qo'rqqaningdan bo'lsa ham ergashmaganing uchun,
o'zingdek fikring bo'lmagandan keyin yo menda fikr yo'q, mavzuni tushunmadim deganligi uchun rahmat desam, bola hayron. Nimaga rahmat eshityapti bu yoqda? Ona rahmat aytyapti, janjal esdan chiqqan. Nima deb qo'ydim deydi. Qo'lim o'pinglar demadim. Shu nuqtai nazardan Yosin aka, masalan, maktab mavzusini to'g'ri tushundik. Bitta podkast qilar ekanmiz, Qamariddin aka. Nima deysiz? Ana maktablarni chaqirib qo'yib, Bir nechta desiz ham bo'ladi. Chaqirib qo'yib, o'zaro gaplashar ekanmiz. Men ham Ancha muncha maktab, lekin men oldimga kelishga anaqa xo'p deb kela olish kerak edi. Sizni kelishingizni aytmaymiz. Chunki men ham Sodiq School'da ishlaganman bir muddat. o'shaning uchun maqtadim desam. O'zi yaxshi maktab. hammasi. Men hurmat qilaman. Men endi reklam bo'lmasdan aytmayapman. Yaxshi maktablar ko'p, gap so'z yo'q. Endi lekin hamma maktab ichiga kirsiz muammosi bormi? Hammasida muammosi bor. Sekin-sekin to'g'rilash kerak. Lekin sekin-sekin uchun mana bu paytdagilar qurbon bo'lib ketmaslik kerak deyman men. Nimaga yomon ko'raman? Ba'zi reklama qilib, birinchi yilimiz endi to'g'ri tushunasan. Nimaga meni bolam seni 1 yil to'g'ri tushunish kerak? Meni bolam 1 yil umr o'tyapti. Sen va'da bergansan. Nimaga men sen uchun 1 yil o'zimni qurbon qilaman? Sen 2 yildan keyin yaxshi bo'lib ketishini menga nima kerak bu? Menga ayni vaqtda yaxshi bo'l. Ayni vaqtda bergan va'dangni qilib ber deyman. Nima odamlar nimaga aytyapman? 60% o'quvchi boshqa maktabdan kelyapti bitta maktab. Nimaga unaqa? Norozida anu maktabga to'lagan puldan rozi deb o'ylaysizmi o'shalar? Rozi emaslik uchun kelyapti, natija ola olmagani uchun kelyapti. Qimmat bo'lsa ham kelyapti shu maktabga. 4 millionli maktabdan 7 million maktabga kelyapti, 5 milliondan kelyapti. Nimaga? Mana shunaqa bor. Endi bitta gap bor. Mayli bu attagi xo'p deb anaqa qilib ketar ekansiz, ertaga u yoqda javob bera olmay qoladi ko'pchilik. Achchiq gapirayotgandurmiz akalar. Lekin javobgarlik masala 2 yil 3 yildan keyin ham yaxshi bo'lib ketmayapti. Ham harakat qilyapmiz. Yo'q, men farzandimni qurbon qilishga haqqim yo'q. Umrni qurbon qilyapman. O'shaning uchun men davlat maktabiga olganim sababi shu. Ya'ni o'zim xohlaganda o'sha ishni qilaylik, qilalaman-ku. O'g'lim ham, qizim ham harakat qilamiz deyshti. Bo'ldi, muammo yo'q. Endi Abdusamad akam tanqid qilgandek, savolagandek ko'rinayotgan bilan, lekin o'zlari ham hozir juda ochiq odam yozibdilar. Bektemirni qaysidir hududini belgilab kartada, mana shu hududda maktab yo'q ekan. Mabodo kimdir maktab quraman, ochaman deydigan bo'lsa, men tayyorman. Birga ishlaylik, mana shu yerda quramiz deb o'zlari ham Xuddi shunday. tashabbus qildilar. Men ishlaymiz demadim. Men yo'llab qo'yaman. tavsiya beraman va sizga yordam beraman dedim. Men maktab ochmayman. Maktab ochmoqchi emasman. Chunki ishlab ko'rdingiz, bilasiz. Ishlab ko'rishdan ham emas gap. Va mana shu oqimga tushishga majbur bo'lib qolaman birinchisi. Oqimga tushib qolaman. Birinchisi, ikkinchisi xolisligim yo'qolib qoladi deb o'ylayman. Gapirganda hammani ehtiyot qilishimga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun mutaxassis odam ochmas ekanda, mana bunaqa zo'r mutaxassislarni, olimlarni ko'rasiz, nima yaqinmaydi deysiz-ku. Javobgarligidan ko'pchilik qo'rqar ekanda, haligi qo'rqib qoladi shekilli deb o'yladimda. Kimdir ochmoqchi bo'lsa ko'maklashishim mumkin, yordam berishim mumkin. Meni niyatim Xudo xolasa agar qo'limdan kelsa xalq maktablar degan boyagi fondga o'xshagan narsani tashkillab mana shuni qilish kerak. Mana shuni ishlash kerak deyman. Ko'p tadbirkorlar bilan gaplashyapman. Pul berishga beradigan bor, lekin ishonchli manba yo'q beradigan. Ishonchli manba qilib beradigan joy yo'q. Misol uchun fond qilib joyga ochib, bitta maktabni yurgizib ko'rsangiz, ishlasa, keyin kimdir Mamutga yana maktab, Mamutga maktablar markazlashib qolgan. Chekkalarga tushish kerak. Kichkina maktablar bo'lish kerak. Men ko'ryapman strategiyadan. Hozirgi kunda mana matematikasi qanaqa? Xususiy maktablarda ochiq statistika yo'q. Hech kim ochiq ma'lumotni bermaydi. O'sha vazirlikda ham ochiq ma'lumotni berishgani yo'q. Hali bir joyda ochiq ma'lumot qo'yishgani yo'q. Menimcha o'quvchi har oyma-oy ko'rsatib turadigan ochiq ma'lumot yo'q. Shuning uchun qanday qilyapsiz? Hozir meni taxminimcha 3% umumiy o'quvchilar xususiy maktabda ta'lim olyapti. Ayni vaqtda 750 tadan oshiq xususiy maktab bor. O'zbekiston bo'yicha. Endi bu qayergacha boradi? Siz yaqin 5 yilda hozirgi 3% 5% dan oshadi. Yana oshadi. Maktablar 2 barobar ko'payadi. Yaqin 5 yil ichida 2 barobar ko'payishi kerak. 35-yilgacha borib, adashmasam 8% o'quvchi xususiy maktablarga qamrab olinadi. Bu nimaga olib keladi? Bu ko'pchilik aytadi, o'zi shundoq ham odam deydi-yu, lekin o'shanga yarasha narxiga yarasha maktablar bo'laveradi. Hamma joyda o'ziga yarasha maktab bo'ladi. Marg'ilon uchun 2 millionli maktab, misol 2,5 millionli maktab. Toshkentda 10 million, 20 millionli maktablar ham bormi? Bor. Ishlayaptimi? Odami to'la. To'la. Hammaga o'ziga yarasha maktab bor. Hamma o'zini tanlab, tanlovini qilaveradi. Shunaqa.
aka mani anchadan beri bir narsa o'ylantiradi-da, shu mana maktablar, xususiy maktablar. Asli o'zi nima hisobiga qimmat bo'lar ekan? Balki ovqat berayotgan hisobigadir, balki ertalabdan kechgacha band qilgan hisobigadir. Nimaga xuddi davlat maktablari kabi ikki smenda ishlaydigan qilib bo'lsa ham, ovqat bermaydigan qilib bo'lsa ham, xususiy qilib ochib, narxini arzonroq qilsak. Boya aytganimizdek, haqiqatda siz tarbiyasini, odobini yaxshi bo'lishini xohlar ekansiz, yaxshi ta'lim berishni xohlar ekansiz, keling shuni narxini arzonroq qilib, ko'proq kishiga bering. Shuni degan narsa o'tadi. Lekin bilmayman, bu narsani agar qilib bo'lsa, nimaga qilmayaptilar yoki qilib bo'lmaydimi, bilmadim. Shunaqa maktab bor, aytganingizdek. Mana Ko'lba maktabi bor. Ular tushlik berishmaydi. Obedda maktab tugaydi. Tushlik paytida maktablar tugaydi va o'shaning uchun ular narxi arzonroq. Hech bir Nisbatan arzonmi? Nisbatan arzonroq. Masalan, tibbiyotga yo'naltirilgan maktab, adashmasam, biz qizim o'shanga bermoqchi edim, 3,5 million atrofida edi. qimmat lekin. Ha, 3,5 million Toshkent shahri uchun qimmat hisoblanmaydi. Chunki undan minimalnisiga ijara bilan oylik ko'tarmaydi. Yaxshi mutaxassis jalb qila olmaysiz undan pastiga. Ular shuni qimmat qilmasdan yaxshi mutaxassis jalb qilishga yaxshi oylik berishadi. Ha, bitta narsa to'xtalib ketdik. Boyagi 1 million 200 ming so'mlik Toshloq tumanidagi maktabda aytdimmi? Beruniy nomli maktab. 30 milliongacha oylik beradi. Maşallah. Ani oylikni ko'p berish, kam berish maktabda anaqasiga bog'liq emas. To'liq summasiga bog'liq emas. Eng qimmat katta oyliklarni beradi. To'g'ri yechim qila olinsa, to'g'ri yo'naltira olinsa, mana 1 million 200 mingga maktab bor demoqchi. Uni nimaga arzon? Ijarasi yo'q-da, joy o'ziniki. Mana ijara maktabda ancha arzonga tushiradi. Ancha arzonga tushadi. Toshkentda qimmat ijaralar 15 ming dollardan kamiga kichkina 15 ming kichkina maktab ochamiz. shunaqa. 30 ming 40 ming ijara to'layotgan maktablar bor. U aka 500 million 600 million pul ijaraga berib yuborish shundoq. Bu albatta tannaqni ko'taradi. Iloji yo'q. O'shaning uchun shunaqa joylari bor. Toshkentda 2,5 millionga maktab qilsa bo'ladimi? Bor 2,5 millionga maktab. Faqat chekkaroqqa bo'ladi, oddiyroq bo'ladi, xohlagan sharoitga bera olmasak, lekin ta'lim zo'r bo'laveradi. Qilsa bo'lar. Kosmetik nuqtai nazaridan zo'r bo'lmaydi deyapsiz, ta'lim yaxshi bo'laveradi. Ta'lim yaxshi bo'laveradi. Mana shunga qarashga. O'zi asosiy g'oya ham shu-ku o'zi aslida. Asosiy g'oya shu. Lekin odamlar bugun hashamatga o'ta o'ch bo'lib ketganligi uchun ham ular hashamatga e'tibor berishadi-da. Shunaqa, lekin agar siz ta'limni birinchi, ikkinchi yil zo'r bersangiz, ishingizga qarashmaydi. Keyin. Ha, faqat ta'lim zo'r berish kerak. Va siz bu maktab, zo'r maktab natijasiga 3 yildan 5 yilgacha chiqasiz. Birinchi yil chiqa olmaysiz. Marketing birinchi yil sal ishlab beradi, 2-3 yilda agar yaxshi emas, obro'si tushib ketaveradi. Ko'p ko'ryapsiz bunaqa maktablar. Obro'si tushib ketaveradi, farqi yo'q. Oilaviy mavzularga kirsak, nima deysiz? Juda Bo'ldi, bu yog'ini kesib yuboramiz deydik. mashallah bo'ldi. Hali daraxtni aytayotgan paytingiz xayolga keladi o'zi. Chunki keyin Yorqin aka misolni uladi, balki o'sha payt balki o'tib ketarmiz. Chunki Tarbiyaga deb. ikkita daraxt seniki meniki deb turdida, o'rtaga devor tushgandan keyin bir-birini sog'inib qolib, o'sib, topishib keyin ahli-ino bo'lib ketdi. Muammodan o'sib ketdi. Muammo pastlarda qolib ketdi-da. Shu oilaviy masalada ham xuddi shunga qiyoslasak, er-xotin o'rtasiga sal bir tushunmovchilik tushsa, keyin bir-birini sog'inib yaxshi ahli-ino bo'lib ketar ekan. Endi oilaviy mavzuga o'tsak, Yozdin akam ham kitoblari ham bor bu mavzuda, o'zlari ham bir qancha videolarni tayyorlagan. Absamat akamni endi bildik, hali yuqorida aytganimizdek, er-xotin podkasti bilan bir qancha mavzularni ko'tarib, oilaviy muammolarga yechimlar, tavsiyalar aytildi. Shu ma'noda hozirgi jarayon o'sha ajrimlar masalasi, og'ir masalalar haqida o'shalarni ham bir mulohaza qilib, nimalarni tavsiya qilsak bo'ladi? Og'ir masaladan boshlasak-da, mana shu ajrimlar soni ko'p deb statistik ma'lumotlar ham ko'p keltiradi. Statistika qo'mitasi ham ma'lumotlar chiqarib turadi. Masalan, baribir oilalar ham individ-ku, alohida, muammolar ham alohida bo'ladi. Asosiy muammo nimada deb o'ylaysiz? Kuzatuv bir olib bordingizmi masalan shu ajrimlarda? Asosiy muammo endi o'sha yoshlar oila qurishga tayyor bo'lmasdan oila qurishdan oldin o'ylamasdan qilingan ishlar ko'p. Men o'zim nima deb o'ylayman, endi bu kuzatuv natijasi emas, men o'zimning fikrim. Agar oila buzilishini oldin olaman desa, avvalo oila qurishdan oldin oila qurishga tayyor bo'lish kerak. Qiz ham, yigit ham. Deylik, yigit uylangisi kelgani uchungina uylanib ketib emas, qiz bola balog'atga yetgani uchun, yoshi katta bo'lgani uchun turmushga chiqib emas. Haqiqatda oila qurishdan maqsad bo'lish kerak, uzoqni ko'zlash kerak. O'sha munosib
kelin tanlash, munosib kuyov tanlash mezonlarini bilgan holda harakat qilish kerak. Ko'pchilik bizda bu narsalarni bilmaydi. Oila qurgandan keyin qaraydi, bir-biriga mos kelmaydi. Ana undan keyin ajrashish bo'lyapti. Keyin yaqin yillarda mening bilishimcha oilani yengil sanash chiqib qoldi yoshlar o'rtasida. Balki bu ota-onasining puliga uylanib olgani uchun bo'layotgandir. Balki shunaqa hayotga o'zi yengil qarayotgani sababli bo'layotgandir. Kichik narsalar sababli ham islohga harakat qilmaydi. To'g'ri, masalan, xotinda kamchilik o'tadi, muammosi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ya bo'ldi, men bu bilan yashamayman deb ajrashib ketadi. Yo'q, islohga harakat qilish kerak. Masalan, menga berilgan savollardan oila qurish arafasida bo'lib, men turmushga chiqmoqchi bo'lgan yigit mana bunaqa nimasi bor ekan, salbiy sifatlari bor ekan desa, turmushga chiqma, unashtirib bekor qil deyman. Lekin shuni oila qurib bo'lgan ayol so'rasa, turmushga o'tolmayman qilamiz. Endi isloh qil. Unga ajrash demayman, masalan, men sizga turmushga chiqma deyapman, lekin unga ajrash demayman. Endi oila qurib bo'ldi demay, endi isloh taraf harakat qilishimiz kerak. Ko'pchilik yoshlarda yengil sanash sababli shunday vaqtda ajrashib ketadi. Bo'ldi. Xotin unaqa ekan, xotin bunaqa ekan, gapga kirmas ekan, qo'limdan kelmadi. Yo'q, bu unaqa emas. Harakat qilish kerak. O'zini fikri yo'qligidan emasmi shu narsa? Tafakkur ham yo'qda. Albatta, o'sha mas'uliyatsizlik bilinib turibdi, o'zi unda fikr ham yo'qda. Mas'uliyat bor odamda fikr bo'ladi. Fikr bilan odam mas'uliyat his qila oladi. Mas'uliyatsiz bo'ldi, nima unda fikr yo'q odam. Siz bilan meni ota-onam ham oila qurishga tayyor bo'lmaganda, lekin agar tayyorgarlik borasida o'ylasangiz, men shaxsiy fikrim. Albatta rakurslar har xil aka. Bu o'zlarining fikrlari, sizni ham o'zim. Masalan, men dadam bilan onamni ham juda yoshliklarida turmush qurishgan, tayyor bo'lmagan deb o'ylayman-da. Necha yoshda turmush qurishgan? Dadam 21 yosh bo'lgan, shunaqa, onam 18 yosh bo'lgan. Odatdagi yosh o'sha paytda. Odatdagi yosh bo'lgan. Ya'ni trendlar o'zgarib ketadimikan deb o'ylayman. Ya'ni u vaqtida masalan dadamlar bilan onamlarni biz ota-onamiz bir xil yoshda edi deyarli hammamizga. Ularni davrida ajrashish degan narsa u juda katta isnot bo'lgan-da. Hozir normal holatga aylantirib qo'yganligi uchun bo'lyapti narsa. Ana o'sha paytda ajrashishni isnot deb berishgani hisobiga hozir ajrni ko'p aka, shuni tushunib oling. Mana shu ta'sir qilgan. Nimagaligini tushuntirib beraman. Nimaga o'sha paytda ajrashmagan, yashab ketishavergan? Hozir ajrashtirib yuborayotgan ota-onalarning o'zi aksariyat holatlarda. Bizni yoshlarni kechirasizlar-ku, orzu havasga ota hamda aka, bitta onani o'zi emas, ota-ona. Ikkalasi. Birdaniga men onani o'ziga yuklanmayman. Otani otalik o'rni bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Ota-onadan ota-onaning orzu havasini qurboni bo'layotgan bolalar keladi. Masalan, to'y qildingiz. Statistikani qarang, g'alati bo'lib qolasizda. Toshkentda 20 ming bilan to'y qilsa bo'ladimi? Toshkentda 20 ming bilan to'y qilsa bo'ladimi? Yo'q, qiyin, bo'ladi deylik. 20 ming dollar bilan to'y qilsa bo'ldi Toshkentda. Ana endi 20 ming dollar bilan to'y bo'lgan bo'lsa, shu 20 ming dollar bilan qilingan to'y, love story'si bor, katrejlari bor, butun aholini rozi qilishga yozilgan dasturxon bor. Lekin shularni 30%, 40% baxtli emas-ku. Oq ko'ylak kiysa baxt emas ekan-ku. Katrej baxt emas ekan-ku. Baxtli bo'lib keta olmading-ku, yasha olmading-ku. Qachon kalni ishlaydi deb bolaga aytasizmi? Yo'q, bola qilmagan buni, ota-ona qilgan. Ana o'sha o'zini boyaga ajrashmaslik kerak degan norma bilan depressiyada yashagan odamlar islomda nikoh deb qaraylik, biz zaks deb qaramaylik. Islom nuqtai nazaridan nikoh deb qarasak, nikohda ajrim bu yechim ham hisoblanadi-da, bu tushkunlik emas-da. Yechim holatlari bormi? Nimaga bizga bo'lmasa yechim bo'lmasa taloq huquqi berilgan? Nimaga ajrash bor islomda? Ajrashma demaydi-yu, ajrash bormi? Bor. Normalari bormi ajrashda? Bor. Qachon ajrash kerak? Mana bunaqa holat ajrash kerakmi? Normalari og'ir-da. Bor, endi bor. Bor, lekin og'ir. Og'ir. Endi o'sha og'ir ham o'tkazilmaganda, oldin tushunyapsizmi? Ota yoki bo'lmasam shu haligi Zumrad qimmatdagi otani ko'rgansiz, qanaqa ota u? Bor. Qizini tashlab kelsa, o'rmonga tashlab keladimi qizini? Qanaqa ota u? Bizga yoshligimizda singdirilgan ota obrazini qarang. Zumrad qimmatdagi lo'q ota qizini xohlasa aytganini qilib qilyapti. Ana u ona kim u? Shunaqa jamiyatda shunaqa odamlar bo'lgan. Undan ko'ra farzandlarga o'zini boyagi muammosini tashlab ketgan ular. Tushunyapsizmi? Farzandlarda qolib ketgan muammolar, meros bo'lib qolgan muammolarni hisobi ham bor bu yerda. Orzu havas ham bor, muammolarimiz ham bor. O'sha paytda o'sha oilalar hammasi sog'lom bo'lgan, hammasi sog'lom bo'lmagan, yashab ketishavergan. Ajrashish og'ir, lekin ruhiy oila bo'lmagan ko'pchilikda. Bor. Anaqa jihatdan oila yashayveradi.
Er bormi? Bor. Moddiy Xotin bormi? Bor. O'rtada nikoh bormi? Bor. Yashayapti. Bolalar yashayapti. Lekin oilani tuyg'usi, mana biz his qiladigan haqiqiy oilani ba'zi odamlar esa oilalar qanaqa baxtli oilalar yashaydi, gaplashadi. Bunaqa oila ko'pchilikda bo'lmagan. Siz Toshkent shahrida xuddi ko'rasiz, lekin qishloqlarga tushishni boshlang uzoq joylarga. Juda yomon. Kalta yeb katta bo'lgan, onasini kaltagining ostida katta bo'lgan bolalar bor. Ota onani urib, bunaqa oilalar juda ko'p. Pastga tushgan sari ko'rasiz. Hududlarga chiqqan sari ko'rasiz. Bunaqa muammoliklar bormi? Bor. Ana o'shalarning natijasi ham bugun aks etadi. Bugunda ajrimning sababini biz faqatgina yoshlarga qo'ya olmaymiz, tajribasizlikka qo'ya olmaymiz. Yosh kattalarni muammolarining qurbon bo'layotgan oilalarni ko'raman. Bir marta qizi keldi, yig'lab, bunaqa deb keldimi? Bo'ldi, bormay qo'rasan. O'zim katta qilib olaman. Ha, sen qizingga nima javob berasan? Qo'y. Sekin gaplash, so'vigandan keyin qaror chiqar. Keyin boya aytganlardek ko'proq men ko'rayotganim ayollar oilaga tayyormi degani, u ayol qanday tayyor bo'lish kerak oilaga-da o'zi mani fikrim bor-da, bu ham absurdroq narsa-da. Ko'proq erkak tayyor bo'lish kerak deyman oila qurishga. Chunki ajrimni berish huquqi erkakda-da. Ajrash huquqini bitta gapni gapirib ajrashtirib yuboring erkak. Lekin uni so'rab olayotgan ayollarda, so'rab olayotgan ayol doim so'raydi. Siz o'ylaysizki, men 15 yil hayotimda so'ralmaganmi deysiz? Doim so'rash bor. Ha. Lekin muttasil so'rash bilan doim so'rash. Arziydigan va arzimaydigan siz aytayotgan sabablar ham bor-da. To'g'ri. Bu ham bor. Bitta baribir qizni tayyorligi muhim ekanda. Ha, qiz ham tayyor bo'lish kerak. Erkak bergan bilan oladigan uda so'rab oladigan. Shuni hisobiga. Bu ham bor, lekin hamma tomoni bor. Bu gapni men aytayotgan fikr absolut emas u. Ya'ni hamma qismi bormi? Bor va hammasiga yondosh kerak. Men nima dedim? Oila instituti mahallalarda ajrimni oldin olishga qaratilgan. Yo'q, unaqa bo'lmasa kerak. Oilani sog'lomlashtirishga qaratish kerak. Nima qilasan ajrimni oldin olib? Sog'lom oila shakllantirishga qaratilsa, o'sha sog'lomlashib ketadi. Sog'lom bo'lish kerak-da. Bitta qiz keldi, muammoni aytib keldim, ajrashmoqchiman erim bilan desa, yashashga majbursan, yasha demaslik kerak unga. Qizim, nima bo'ldi? O'tirib gaplash, sovut uni hakar muammoni eshitdingmi? Bola bilan ham suhbatlashib ko'r. Misol uchun-da. Qanaqa bo'lish kerak? Mahalladagi, bizda jamiyatdagi mana ajrimning sabablarini ikkita qolipga solib qo'yishgan deylik. Yana 5 ta qolipga solingan. Lekin 100 ta qolip bor ajrimga. Hozir 100 xil oila bo'lsa, 100 xil qarash chiqadi hammasida-da. Bizda ajrimga nisbatan kurash individuallashmagan, masala shunda. Umumiylashib ketgan. Qiz chidash kerak, misol uchun, sen sabr qilishing kerak. Bunaqa bo'lishga, normal bo'lib ketgan. Chidashmayapti, sabr qilish olmayapti deydi. Lekin ichkariga bitta-bittadan tushib borish kerak. Har bitta mahallada 10 ta ajrim bormi? 10alasi 10 xil muammo bilan keladi. Individuallashib, hammasi hududga moslashish kerak. Hududdan keyin katta hududga moslashish kerak. Joyga tushmasa, masalani hal qilish olmaydi. Ya'ni davlat agar oila instituti sifatida oilani saqlab qolaman, bu biz mamlakat uchun muqaddas narsa deb qaralsa, muammoni ildizigacha tushish kerak. Bizda ildizigacha tushilmaydi. Bu ajrashmaslik kerak. Statistikada ajrimlar kamayib ketaveradi. Lekin oila sifatida bu statistik ajrimlar, yashamayotgan oilalar qanchaki? Endi bu biz bunaqa deymiz. Bu tomondan 2-3 bo'lib ajrashib ketayotganlar qancha? Bular soni qanchaki? Bunaqa statistika bizda yo'q. Ajrimlar haqida haqiqiy statistika, haqiqiy qo'lga oladigan masalamizda muammolarda ham individual shug'ullanmaganlik muammosi bor. Shuning uchun umumiylashib ketadi. Oxirigacha borsangiz, haligi men aytgan muammo ham kelib chiqadi. O'zi yashashga majburman deb yashab kelib, ota-ona bolani xo'rlab tashlagan bo'ladi-da oqibatda. Men majburman, men yashashga majburman, endi yashab ketaman, dading undayda, mayli sabr deb yashab ketib, bolaga o'tkazgan. Bola yashamay qo'yadi keyin. Muammosini ochib beradi. Yoshlikdek. O'shanga aniq bitta narsani qo'ya olmaymiz, lekin individuallashsa muammo juda ham ko'p ajrim bo'yicha. Nima deysiz? O'ta shaxsiy fikr. Yaxshi, rahmat. Birinchi bo'ya siz aytgan gapga to'g'ri. Bizning ota-onalarimiz masalan oila qurishga tayyorlanmagan, kitob o'qimagan, kurs o'qimagan, lekin hayot tayyorlagan ancha. Meni fikrim, masalan, o'zini shaxsiy fikri bo'lgani, mas'uliyat his qilgani, uyda ota-onasidan ko'rib, masalan, erga qanday muomala qilinadi, xotinga qanday muomala qilinadi, shu narsalarni
qanchadir miqdorida o'rgangan. Har xil oilada har xil bu narsa. Kimdir oilasida namuna bo'ladigan oila bo'lmagan, kimdir oilasida bo'lgan. Hamma o'zidan kelib chiqib o'rgangan. Ya'ni shu jihatdan tayyor bo'lgan. Bu yerda hozir yoshlar oila qurishga tayyor bo'lish kerak deganim aynan kurs o'qib yoki kitob o'qib emas. Hech bo'lmasa mustaqil fikr bo'lish kerak, mas'uliyatni his qilish kerak. Shu oilaga doir eng zarur narsalar. Hozir akam aytganlari qiz bola qanday, ayol kishi qanday tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lish kerak. Masalan, erga qanday muomala qilishni, qanday munosabatda bo'lishni ham bilish kerak-da. Yosh bola bo'lib tursa, masalan, 20 yosh qizga uylandi bir yigit, lekin uni nimasi, ongi fikri 15 yosh, 13 yoshda beradi-da. Fikrlamaydi, erga qanday muomala qilish bilmaydi, oilaviy munosabatlar masalan umuman tushunmaydi. Demak, bu tayyor emas. O'sha jihatdan tayyor bo'lish kerak. Aytganlaridek, muammo haqiqatda katta. Hozir chiroyli gap aytdilar. Ajrimlarni oldini olish emas, sog'lom oila qilish deganlar to'g'ri. Ya'ni aytmoqchi bo'lganlari, biz ajrashishni oldini olish emas, shunday chiroyli oila qilib qo'yaylikki, odamlar o'zi ajrashni xohlamasin demoqchilar. Ya'ni agar kimgadir to'g'ri shunaqa bir holat kelib qolsa, ajrashga zarurat bo'lib qolsa, mayli, unga ham ajrashishga ruxsat ham bo'lishi kerak. Bu fikrlarga qo'shilaman. O'sha chiroyli oila qilib qo'yish kerak dedingiz-ku hozir. Endi o'sha masalani ham gaplashaylik. Qanaqa bo'ladi u? Nima qilish kerak? Endi baxtli tarafiga ham o'taylik. Yaxshi oilalar namuna bo'lib yurishi uchun nima qilish kerak? O'zi namunali oila deganda nimani tushunish O'sha hozirgi o'sha chiroyli qilib qo'ysak dedingiz-ku, o'sha chiroylini qanaqa davom ettirishimiz kerak? Uzviy oxirigacha bir boshqalarga ko'rsatganda chidab yashaydi-yu. U chiroyli bir yechim bo'ladi. Namuna bo'ladigan. Men o'zim Yechilmas nimadi? bu borada aytaman. Bizda o'zi ayolning vazifalari, erkakning vazifalari aniq qilib belgilab berilgan. Yaxshi oila, halovatli oila bo'lish uchun erkak o'zini vazifasini bajarib, ayolidan uni majburiyatlarini talab qilmaslik kerak deb bilaman. Ya'ni bu yerda to'g'ri, huquq majburiyat asosida yashasa bir-biridan talab qilsa bo'ladi, lekin bunaqa faqatgina huquq majburiyatga asoslangan oila, unaqa halovatli, baxtiyor oila bo'lmaydi deb bilaman. Erkak o'zini vazifasini bajarsin, lekin ayoldan talab qilmasin. Ayol o'zini vazifasini bajarsin, lekin erdan talab qilmasin. Va vazifani ikki tomon ham ortig'i bilan bajarishga harakat qilsin. Ana shunda baxtiyor oila, ana shunda halovatli, chiroyli, namunali oila bo'ladi deb bilaman. Baribir asosiy huquq majburiyatlarga borib taqaladi. Bu bekorga belgilab berilmagan bu narsa. Masalan, ayol o'zini haddidan oshib ketib, erga deylik tergasa, tanqid qilsa, qo'pollik qiladigan bo'lsa, yo'q, demak, bu yerda o'zini ko'rish kerak. Haqqi bormi shunga? Yo'q, haqqi yo'q. Demak, bu narsani qilmaslik kerak. Shu narsalardan, huquq majburiyatlaridan kelib chiqqan holda har bir tomon ortig'i bilan bajarib, qarshi tomondan talab qilmasa, qarshi tomondan talab qilsa, o'z-o'zidan yana nizolar kelib chiqadi. O'zi gaplashib turish kerak deyman er-xotin. Gaplashib turgan joyda er-xotin rakurslar ikki xil bo'laveradi. Er meni tushunmayapsan deydi-yu, tushunmaydi. Aniq tushunmaydi. Chunki jinsi boshqa, tarbiyasi boshqa, ongi boshqa-da. Qanday seni birdaniga tushunadi? Seni yaqin do'sting ham tushunmasligi mumkin-da. Ota-onang tushunmay qoladi kerak bo'lsa. Tushunmayaptimi? Tushunmaydi. Hali bitta kitob bor, ayollar boshqa sayyoradan, erkaklar boshqa sayyoradan degan bir kitob bor edi. Bor. Ikkalasi uchrashib gaplashaveradi, kitob voqeligida bir-birini tushunmas ekan qani. Tushunmaydi deydi. Bu tabiiy qabul qilish kerak. Odam er-xotin gaplashayotganda o'rtada chaqnash bo'lyaptimi? Normal qabul qilish kerak. Janjalga o'xshab qolgan narsa bo'lyaptimi? Buni normal, chunki bu haqiqatda tushunmayapti deb qabul qilib olish kerak. Yurakni kengroq qilish kerak. Birinchi navbatda yurak keng qilish kerak. Keyin bitta narsa bor, bugungi kunda sevgi, muhabbat degan narsani aytishadi. Men ko'rdimki, sevgi, muhabbat oilani nikohda oldida darajasi boshi tushib ketadigan tuyg'u. Nikoh tuyg'usi juda yuqori tuyg'u. Xuddi ana bir aytdim, misol uchun Yevropada 5 yil sevishib yuradi. Keyin sen uylanaman desa o'zini yo'qotib qo'yadi-yu. O'zi nimaga unaqa? Sen 5 yildan shundoq yashayapsan-ku. Bitta bolang ham bor. Bolasi ham bo'ladi. Endi uylanmoqchiman deyapti-da. Ano'gi sevgidan ko'ra yuqori narsani tushungani uchun yig'laydi o'tirib ano'qis. Mana bunaqa. Nimaga desa, endi men sendan keyingi nikoh darajasiga olib chiqmoqchiman. Sevgi tushdi endi degani-da, tipi. Sevgidan yuqoriga o'tdik degan. Ko'pchilik nikoh deganda sevgi yo'q, muhabbat yo'q oramizda deydi. Chunki nikohda oldida sevgi, muhabbat yo'qolib qoladi. Bor bo'ladi. Ora sevgi, muhabbat bilan, euforiya bilan doim yashay olmaysiz. Odam bunga mo'ljallanmagan. Stressga tushasiz, har xil voqealarga tushasiz. Odam tug'adi, tug'dali bolani injiqlikka ko'nadi, batda sevgi, muhabbat yo'qolib qoladi.
Ani kutavermaslik kerak deyman. Nikohda oldida sevgi muhabbat yo'qolib qoladi. Orada bir tushunish, gaplashish, hissiyotlar paydo bo'ladi, lekin boyagi birinchi etapdagi narsa yo'qolish tabiiy. O'sha etapni doim kutavermaslik kerak. Mana deb kutavermaslik kerak. Birinchisi. Ikkinchisi, boshqalarning oilasini hech qachon o'ziga anaqa olib olmaslik kerak. Namunada olsa bo'lar, ana u palonchilar baxtli-ku deb olmaslik, ular o'zi biladi. Ko'rsatmayotgan xolos vaziyatda ko'rsatmaydi ko'pchilik. Ya'ni gaplashyapsizmi? Gaplashganingizda chaqnash bormi? Xotin sizga quloq sola olmayaptimi? Tushunmayaptimi? Tabiiy. Siz xotiningizni tushunmayapsizmi? Tabiiy. Gaplashavering. Sal baqir-chaqir bo'lsa ham gaplashib oling. Chunki qolib ketib kerak yo'q. Mayli 3 kun orozlab yurarsiz, yana kelishib ketasiz. Chunki hayot 3 kundan iborat emas. Ketaverasiz. Mana shunaqa jarayon shu. Oila deganda hamma joyda shu. Yevropadagi eng muhabbatli oilani ko'rsizami shu? Hozir misol uchun ana kuni Emmanuel Macronni xotinalik ko'rgan bo'lsangiz, ham tushganda bir narsa ko'rdik. Prezident hayotida u tipa bizga ko'rsatayotgan hayotlari aslida baxtli ularni bir-birini qo'lini ushlab yurish, yosh katta bo'lsa ham sevish deydi. U boshqa narsada. Haqiqiy hayotda, oilada bu jarayon bo'ladi. Siz ko'rgan kinolaringizdan oilani tushunmaydi. Unaqa oila yo'q xullas. Bor ideal oilalar qanaqadir. U kimdadir paydo bo'lar, lekin ular ham o'zini muammosini ko'rsatmaganligi uchun bizga ideal xolos. Aslida ichkarida hammada bo'ladi bu. Chunki jinsimiz ikki xil, tarbiyamiz ikki xil, qarashimiz ikki xil, muammoga yondashuvimiz ikki xil. Ayollarni o'ng yarim shar bilan chap yarim shar bir xil ishlaydi. Bizda unaqa emas. Ayol o'ng qo'li, chap qo'li bir xil ishlaydi ularda. Xotinim ikkalasi ham o'zgaradi. Ha, qanaqa deyman-da. O'shaning uchun o'ngga chapga burilayotganda men mashinaga ketayapsam, o'ngga desa bu yoqqami deb ko'rsatib, qo'lim bilan ko'rsatib so'rayman. Doim so'rayman. Ko'p adashishadi. Kechirasiz chap tomonga ekan deydi-da keyin. Ya bu yoqqami? Bu yoqqa deb. Menga u yoqqa bu yoqqa doğrayın deyman o'shancha. Ayol kishida chunki bir xil ishlagani uchun o'ng chapda ozgina muammo bor. Bizda o'ng yarim shar ko'proq ishlaydi. Buni o'zida farqimiz bor-da. Shuning uchun oilalarda muammo bormi, janjal bormi? Sog'lom oila. Kelishib, gaplashgani uchun muammoni hal qilishyapti. Muammo o'tirib, ha, shunaqami deb ketish bilan muammo hal bo'ladigan oilalar bo'lsa ham bordir. Lekin odatda qabul qilish kerak demoqchiman-da. Nikohni to'g'ri qabul qilish kerak, darajani to'g'ri tushunib olish kerak. Deylik, sizni bitta sevib yurgan bitta qiz, mana murojaat. Siz qizsiz, sizni sevib yurgan yigitingiz bor, sizga uylanmadi. Nimaga uylanmadi o'ylaysiz? Chunki keyingi darajani siz bilan ko'rishni xohlamagan. Siz uni efariyasini unuting, esdan chiqaring. Erkak ham xuddi shu. Erga tegmadimi, siz bilan yashamoqchi emas, siz bilan mas'uliyat olmoqchi emas, sizga u darajani bera olmaydi u. Uylanaman degan odam nikoh taklif qilgan haqiqiy erkak bo'ladi. Keladi, uylanaman degani, hamma kamchiligingga roziman degani. Sani meni ideal ko'rinishda emas, uxlab turgandagi xunuk basharingga ham roziman degani. Yunmay yurgan holatingga ham ko'rganman degani. Qorning chiqsa ham yashayveraman degani. Tushunyapsizmi? Hamma yo'g'inga roziman degan. Yo, qorni chiqarmaslikka harakat qilish kerak. Nima qilasan endi? Bormi? Bor. Sani eng yomon holatingda ham, eng xunuk holatingda ham sani yaxshi ko'raman, sen bilan yashashga roziman degan. Ani go'zal ko'rinishing bilan ko'chada qo'lishlashib yurgan boshqa masala, u senga rozi bo'lmaydi. Bir marta xunuk holatingni ko'rsa kechadi sendan. Bir marta injiqligini ko'rsat, bir marta yomon holatingni ko'rsat, ani sanaqa mentalib ketadi. Bu muhabbat emas. Bizga noto'g'ri kirib qolgan tushunchalarda. Shuning uchun nikoh yashash kerak bo'lgan va eng muqaddas, eng yuqori tuyg'u. Butun dunyo bo'yicha shu. Undan yaxshi anaqa yo'q, yechim yo'q yashab ketish uchun. Yosin aka zo'r qoidani aytdi. Haligi anu sen majburiyatlaring bajarmayapsan deb talab qilish, lekin majburiyatlarni bajarish, bu qarshi jins bundan talab qilmaslik, lekin majburiyatlarni bajarish. Men shu o'ylaymanki, baxtli oilani anaqasi formulasi bo'ladi. Oddiy, juda ham oddiy formulasida. Chunki masalan mendan so'rasanglar, risoladagi oila qanaqa oila bo'ladi desa, risoladagi oila qanday bo'ladi? Ha. Risola qanday bo'ladi mana? Amsamat aka mana. Erkak ham, ayol ham ichidagi men degan nafsni yig'ishtirib qo'ysa o'sha oila bo'ladi deyman. Eshitish shunga bog'liq. Nima uchun eshita olmayapti er yo xotin desangiz, men turibdi anuvda. O'sha men turganligi uchun eshita olmaydi ular. Ba'zi ana ota-bobomiz o'sha ruhiy tarbiyasiga taqalaveramiz-da. To'g'ri. Sovetda ota-bobasi emas, ya'ni undan oldinroq o'zimizni qadriyat asli. Eski qadriyatimizga taqalaveriladi. Men yig'ishtiriladi, o'shanda hammasi joyiga izga tushib ketaveradi. To'g'ri. Shunda bolalar yaxshi muhitda o'sib,
yaxshi tarbiyani oladi. Maktabda ham buzilmaydi ya'ni. Eng zo'ri shu. Albatta. O'sha meni yo'qotish endi og'ir narsada meni yo'qotish, hazratim. yakunlab qo'ysak ham bo'ladi, nima deysizlar? Manga farqi yo'q. Sizlar nima istaysiz shu o'zi Ho'p, ko'payib ketishga demak, kerak. maktablar haqida alohida suhbat qilishga Kelishdik. kelishuv bo'lyapti. Inshaalloh nasib qilsa harakat qilamiz. Bo'ldi. O'zimizga yaqin do'stlar, umuman kim agar rozilik bildirsa, kelib suhbatda ishtirok etamiz desa, xudo xolasa bir yaxshi suhbat bo'lar ekan. Ha, yaxshi bo'ladi menimcha ham. Rakurslar bemalol ko'p. Har xil rakurslarda gaplashib ko'rish Shunday. hammaga Imkoni foydali bo'ladi. Bu erkin suhbat, bu gurung. Xudo xolasa keyingi suhbatda sog'lik omonlikda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat.